Aleyküm assalom. Salom Dilnur. Vaqt chiqarganingizga rahmat. Sizga rahmat. Undaq bo'lsa programmamizni rasmiy boshlashdan burun ekran oldidagi ko'rurmanlarimizga yana bir qaytim eslatib o'tib kelsam, programmamizni ko'ryapsizlar, hurmatli ko'rurmanlar. Qaysar akamiz bilan naq maydon suhbati olib boryapmiz. Programmamiz inkas shaklida Qaysar akamizdan so'ramoqchi bo'lgan savollaringiz bo'lsa, inkas shaklida bizga qoldirib qo'ysanglar, programmamizning oxirida inshaalloh o savollarga javob olamiz. Undan sonra rasmiy programmamiz boshlab kelsak, siz hozirgacha boshqalarni tanishtirib, nurg'un adabiy axborotlarni yozdingiz, nurg'un o'qirmanlarga ma'naviy jihatdan ilhom bo'lib keldingiz. Undan sonra bu ekran orqali o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Dilnur, salom oldi bilan sizga va shu ekrandan keyinida sizning ishlaringizga yordamda bo'layotgan barliq qarindoshlarga, shuning bilan birlikda men o'qimayman qanchalik odam ko'ryapti hozir 5-10 odam ko'rayotgan bo'lsin, shularning hammasiga jamoatga samimiy salom, qizg'in salomni yo'llayman. Men rahmat. Ancha-muncha to'g'ri qo'ydigan kishilarga nisbatan men tanishlik bo'lishi mumkin, lekin 90-yillarda, 80-yillarning oxiridan 90-yillarning o'rtalarigacha Urumchidagi universitetda o'qigan yoshlar ko'pinchalik ular meni bildi. Chunki men ayni vaqtda shu oliy maktab hayotida aytdi qizg'in qaynam tashqinliq shunaqa bir yashagan. Keyin bir qaysi to'rlarda bir maqolalarni yozish orqali siz degandek adabiy axborotlarni yozib keldingiz deb dedingiz. Shundaq men mangulik yoshlik deydigan bir chatma axborotlarni yozib, ayni vaqtda oliy maktab o'quvchilariga nisbatan aytgan vaqtda bir xil rag'bat bo'lgan ba'zi shaxslarimizni tanishtirgan. Chunki adabiy axborotda jonliq voqealar, jonliq tirik odamda tasvirlandi ko'pincha vaqtda. Rahmat. Men shu chaqda ashunda tanishtirgan, hamda sizning talabingiz bo'yicha o'zimning tariximni qisqacha so'rdingiz, bilishimcha. Men ash Pamir tog'lariningki bag'ridagi Pamir tog'larining etaklaridagi Xonterak degan bir yerda cho'ng'ilgan, tug'ilgan yerim shu. Ota-onam otishdan bular madaniyat inqilobiga, madaniyat inqilobi boshlanib ketib, shu vaqtda oliy maktab imtihon bergan yilnisi, oliy maktabga taqilib ketib, ziyoli yosh deb tog'larga chiqarilib ekan, ziyoli yosh deb. Shu yerda bular bir muhabbatli hayotni boshlab, to'y qilib, men bu dunyoga ketganman. Mening keyin o'smirlik chog'larim butunlay tog'larda o'tgan. Boshlang'ich shu mening onam o'zimning o'qituvchisi bo'lgan. To'liqsizda keyin biz mana ochiq yaqin deb dadamlar Kansuga yaqin yerda, Ulug'chatga yaqin bir yerdagi o'rmonchilik maydoniga yo'tkilib kelgan. Shu yerda men yotoqda bir 3 yil yotoqda yetib o'qigan, qirg'iz savoqdoshlar bilan bir yotoqlarda yetib bir cho'ng 12 miz deganda. Keyin bir yer tavrash 85-yil 8-23-kuni shu Ulug'chatda yer tavrab maktab ko'mpaykin bo'lib ketgandan keyin biz dadamlar o'qigan Qizilsuv oblasti 1-o'rta maktab, ya'ni Otishdagi donliq tarixi, sharafli tarixi bor oliy o'rta maktabga biz shu yerga o'qishga kirgan bir bizning maydonning ishchi xizmatchilarining bolalardan bo'lib bir 10 nechimiz. O Qizilsuv oblasti 1-o'rta maktabning tarixini, adabiyot shu 90-yillarda adabiyot, Uyg'ur adabiyot darslikdagi darslarni o'qigan qarindoshlar cho'qim o'qidi. O maktabda o'qigan buyuklarimizdan rahmatli Qurbon Barat, shoir Qurbon Barat aka, Yalqin Roza aka qatorliq shu ma'rifat mashilini ko'targan buyuklarimiz ashada o'qigan. Men o'rta maktabni ashada o'qigan. Qurbon Baratning bir she'ri bor. Sen bir kut o'zi sen oltin bo'shuk deydigan. Nemishqa ko'zimga siq yosh keldi. Nemishqa jismimda to'lqin urdi qon. Go'yo guldirmama guldir degandek qalbimdan urg'idi shatliq hayajon deydigan. Mana shu she'rlar, mana shu misralar menga aytib kuch bergan. Keyin oliy maktabni bitagan vaqtda mening asli o'qigan kasbim shu vaqtda tabiiy fan, ijtimoiy fan deb tanlash imtihoni ilib, anandan keyin kasblarga buyuradigan ish. Men asli kitob o'qiydigan odam, biz o'yladimki, shu vaqtning o'zida men o'yladimki, bizningki millatimizning yuksalishi, biz o'zimizni yeb ichib bir odam, yeb ichib yashasam xizmat tepib, oylikchi bo'lib, maoshlikli yashaslik ko'payganmaydi-da. Uning ustiga Atosh degan shu vaqtda ko'pchilik fuqidi bizningki Uyg'ur ilm fan hozirgi zamon madaniyatimizga, hozirgi zamon ma'rifatimizga biq sag'an, urug' sag'an shutlarning biri, u yerdan Eksaqda Husayniya maktabi bo'lgan, zamonaviy ma'rifni barliq keltirgan asosini sag'an. Anadan keyin
tavfiqqa o'xshash millat suyar shundoq buyuklarimiz bo'lgan atishda. Shunga bizning o'qituvchilarimizning ularningki yaxshi tarbiyasi, xalq suyarligi bular bizga ta'sir qilgan. Shunga biz xalqimizningki istiqboli qayerda deymiz deb o'ylaymiz shu vaqt kalla bilan, chunki odamningki o'y fikrimi shu vaqtda yashayotgan tarixiy sharoitning, makon zamonning cheklimasiga uchraydi. Anadan keyin men tabiiy fan o'qisam bo'ldi ekan deb tabiiy geografiya kasbi bilan ximiya kasbini tanlaganman. Oliy maktabga imtihon bergan vaqtda tabiiy fan imtihonini bergan, yaxshi nomer olgan. Endi bizning u yerda o'zimizning tanlashimiz yo'q. Biz tanlanamiz. Nima ekan? Meni shu vaqtda siyosat fakulteti bor, siyosat fakultetining tarmog'ida iqtisod kasbi, egalik boshqarish kasbini ichib ekan, oldingi bir 2 yil ijtimoiy fanning bolalarni olib ekan, lekin iqtisod ilmiy kirishtirma fan bo'lgandan keyin unda sonliq miqdorli analizlar, shunaqa narsalar bo'lganlikdan bular tabiiy fanning o'quvchilarini sinab baqsa qanday bo'ldi deb bizdan boshlab tabiiy fanning o'quvchilarini qabul qilgan. Biz bir mavsumdan keyin biz siyosat fakultetidan ayrilib, egalik boshqarish fakultetiga bir kasb, bir fakultetlab ayrılıb çıxdıq. Mən şu məktəbdə oxudum, şu universitetdən şu kəsbdə oxudum. 5 yılını bitərgəndən keyin əlbəttə biz taqdim gələn adamda Xitayçımız nöl deyərlik. Uşaqqa gələn vaxtda, ali məktəb kirgan vaxtda qızqarlıq işlərmi bolğan, müşk oyun çaşqan qiyin degəndək işlər bolğan, kişilərə aid oxudu, yumurlarını. Keyin özümün 10 illərdən keyin Ürümçidəki bir sorunlarda o işlər mənim aldıma qoyuldu. Demək, mesele nima desa, yuz bergan faktni aynan deyish kerak. Odam o'zining yetishsizligini bilish kerak, e'tirof qilish kerak, o'rganish kerak. Undan keyin men Xitoychani o'rgandim, andan keyin inglizcha o'rgandim degandek, inglizcha o'rganib, oxirida o fakultetda shu yilnisi xuddi Abdushukurga o'xshash men shu aspirantlik imtihoniga berib, fakultetda 3 yil Xitoyning iqtisodiy, ya'ni to'g'riligi bo'yicha, yo'linishi bo'yicha magistrlikni olib, o maqola butunlay Xitoycha yozilgan maqola hamda shu maktabningki shu yilnisi maktabningki lektorligiga elib qilindim. Shu jarayonda men Arliqda 1995-yili Shanxayga berib, 94-yil 9-oydan 95-yilda 6-oyga Shanxayda 1 yil Moliya iqtisod universitetida 1 yil xalqaro pul ma'lumot o'rgandim. Andan keyin shu jarayonda TOEFL deydigan bir imtihonni berdim, GRE'ni berdim. 1 yildan keyin Amerikaga iltimos qilib o'qish mukofoti elib, Bostondagi bir xususiy maktab menga o'qish mukofoti berdi. Shuning bilan bu yerga keldim. Sharq Shimol universitetida. U yerda 1,5 yilning ichida yana bir magistrlikni bitirib o'tib, doktorlikqa Kaliforniyada bir maktab doktorlikqa iltimos qabul qilib, o'qish mukofoti pulini bergan. Biroq adam keyin-keyindan hamon kirib, o'bini o'ralas, o arada deydigan ish chiqdi. Shunda men bir sayvanning yoniga kelib, do'g'ab keldi, apchilarning hikoyasini anglagingiz keldi, xolilarning naqshisini tinglashingiz keldi. Shuning bilan men bir ishlay deb, bu xizmatga nima qildim, doktorlikka bormay, kuchlab o'qib ketmay deb. Andan keyin bir ishlash jarayonida yana bilish tegishli ishlarning ba'zi muhimligini bilib, bir sistemlik o'rganish bo'lmaydi, bir ishlarni sistemlik o'rganish bo'lmaydiganligini bilib, men Harvard universitetidagi sayyor iqtisod kasbiga, sayyor iqtisod doktorlik iltimos qilsam, bular meni qabul qildi. Shu vaqtning o'zida men ishlayman, oila, xizmat, hayot, buni men bir turkum chet eldagi hayotimda surlaydigan yozmalarimni yozdim. Shuning bilan o Harvardniki doktorlikka kirdim, bir tarafdan butun kun ishlayman, tasavvur qiling. Bo'lmasa chashtirim shunda budur, o'sha kuchaning bo'stonligini qilgan chashlatdi, o'sha yaxshi. Rahmat. Chaqchaq qildi. Anglamat qoldi bo'lsa, kulib ketsin deb meni bilganlar. Shuning bilan bu nimada butun kun ishlab, undan keyin ya'ni butun kun PhD'ning doktorlikning darsini tugatib bo'ldim. Biroq shuna bir ishlar bo'lib qoldi, azroq bir masala bo'lib qoldi endi. Erkin dunyoda hamma ishlar erkin, hamma ishlar adolat bo'lib ketmaydi, azroq haqsizlik bo'lib qoldi. Shuning bilan bir magistrlik ila doktorlikning darsini tugatgan bo'lsam, lekin dissertatsiya yozmay magistrlikni elib nima qildim? Ya'ni xizmatimni qilaverdim, chunki odam hisobda bir yiqilib qolgandek bo'ldim. Yiqilgan bilan uni o'rnimdan turdim. Chunki odam hargizmi o'ziniki shu kuniga bizda bor shukr deydigan ma'lum narsaga shukr qilmaydi, lekin bilimga intilishga to'g'ri kelgan vaqtda davomli intilamiz. Shunga
o magistrantni elib chiqib, men izchil o'qituvchilik bilan shug'ullanib kelgan odam, qilib kelayotganda Amerikaga kelibmi, to'xtamaydigidek, shundoq cho'nglar oliy ma'rifat, oliy texnikumlarda, institutlarda shundoq dars o'tab kelyapman. Bir tarafdan Harvardningki sayya sistemasida mablag' boshqaruvchilar xizmat qiladi. Yana bir tarafdan shu har shanba kuni bir maktabda, ba'zida payshanba kunlari berib, bir shu jamoat iqtidorchiligidagi bir institut bor. Ashada dars o'tamaydi. Ba'zi bizning odamlar bor, bekavotaqchi, bekam mushada, bekavlab qoldim deb o'zini shaplaqlab qo'yadigan. Men unda shaplaqlab ketmayman, men berib dars o'tab qo'yaman degan. Deganda ilqi harakatda barakat deydigan gap emas bu. Shunga bino bu hayotim shu. Yana boshqa inshaalloh yana boshqa natijalar, boshqa narsalar bor, lekin ba'zi ishlarni bo'lmay turib demaydigan gap, shujini kuzda sanaydigan gap bor. Tushunami? Hozir ahvolim mushu. O'sha yerda turib qoldik. Men dastlab Amerikaga kelgan vaqtda Bostonga ketib ekanman. O'zim ishchilik adam, ya'ni nima desa bir narsaga sodiqlik nimasi bor. Shu kelgan rayonnimi, Bostonnimi yaxshi ko'rdim. O'sha yerda turib qoldim. 22 yildan buyon o'sha yerda yashayapman oilam bilan. Xo'shal. O'zimizga xos oldi. Rahmat. Maşallah. Sizin hayatınız g'oya, iroda, energiya va konkret harakat bilan to'lgan. YouTube kanalingizda hatto bu haqda ko'p so'zlaysiz. Uzluksiz o'rganish jarayoni bo'libdi. O'qish hayotingiz nurg'un qitim mukofotlanibsiz. Eng burun Harvardda o'qiganlardan hisoblansiz. Siz turayotgan Boston shahriga joylashgan dunyodagi eng oldin qatorli maktablardan sanalgan Harvard universiteti va Massachusetts texnologiya institutini misolga ilib turib, Amerikadagi oliy maktablarning alohidagi o'quvchilarning alohidagi haqida so'zlab beramsiz. Endi vatanda o'qiganlar yoki Turkiya degandek yerlarda o'qib Amerika o'qiganlar, Amerikaning o'tir boshlang'ich ma'rif bilan ozroq tanishganlar deydiki, Amerikaning darslari bo'lib matematika degandek darslar nisbatan oson. Ammo Amerika nima shundoq gigant universitet va sarxil o'quvchilar yetishib chiqa oladi. Bu haqda ozroq o'zingizdan fikrini deb bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, men bir-birlab kelay endi. Amerika ko'pchilik hozir uchur davrida o'qidi. Ba'zi narsalar ko'ptirilib deyilgan, ba'zi narsalarni ko'z bilan ko'rganga hech nima yetmaydi. Endi biz mushada yashayotgandan keyin biz bilamiz, ahvollarni bilamiz. Bu ya'niki ijtimoiy bak %100 tushunib ketmasakmi, chunki jamiyatda har xil kuchlar, har xil ideyalar bo'ldi emasmi? Biz shuning ichidan o'zimizga tushliq payliq taraflarni qabul qilamiz endi. Shunga bu yerda yashash jarayonida ba'zi narsalarni bildik, tushundik. Siz degandek Boston shahri ayni vaqtda aqtanliklar Yevropadan kelgan vaqtda Plymouth degan bir yerdan kirgan bo'lamiz. Men turayotgan yer Massachusetts shtati deydi. Shunga Bostonningki shaharning loyihalanishi Yevropaning uslubida loyihalangan binolar, bir tarixiy. Bostonning g'arb qirg'oqdan kelgan odamlar, Texasdan yoki Kaliforniyadan kelgan odamlar Bostonningki shu tarixiy taraflarini ko'ramiz deb shu yerlarni ko'rdim. Shu Yevropaninki ba'zi bir madaniyatini, Yevropaning ba'zi madaniyatini, o'zininki turmush odatlarini bu yerga yetkazib kelgan ekan, shu Yevropalikning kelganlar. Shunga bularningki o'zingiz xususiy sanoat aniqlar va Angliyada barliq kelgan, shularning shu yerda yashagan odamlar kelgan, bu yerga dastlab shular kelgan. Dağınlıqlıqı Maygülü parxoti vaqa hikoyasini balkim ko'pchiliklar o'qidi. Bular bu yerga kelgandan keyin endi kishilar nima ish qildi, bir yerdan bir yerga bordi desa, shu vaqtning o'zida bir seyliqi bizning ot so'zimiz bor. Kambag'al bo'lsang ko'chab baq deydigan bir gap bor. Yana birsi bularning xarakterida bir tavakkulchilik bor. Yangi zamin, o'chaqda uchur aloqa degan bunday emas. Shu bir shuna bir nimalarda yezilib qolgan aylarda, yezilib qolgan gazetlarda chiqqan mandaq bir yangi zamin ichilibdi, andabay yashayotgan deb bir qismlar shu vaqtdagi mavjud Angliya podshohligining siyosatiga norozilik bildirganlar yoki bo'lmasa uningda bezor bo'lganlar, ya'ni podshohlik tuzumini saskinganlar, erkinlikka intilganlar. Masalan, Thomas Paine degan kishining kitoblarida bu yozmalarida bu aks etadi. Mana mushular bu shaqqa kelib ayni vaqtdagi shu o'zininki ideyalarini, shu ideyalar bo'yicha ma'rif sistemini barpo qilgan. Massachusetts texnika instituti bilan
Harvard Üniversitesini seçtirsek, tarihi jihatdan aytgan vaqtda Harvard Üniversiteti burun, ya'ni 1630-yillar qurilgan. Ularning ayni chaqdagi maqsadi nima desa, o'zining iddiasini xuddi biz o'zimizning balalarimizga Uyg'urlarning madaniyatini, tilini, muajiratda o'gitimiz, üzülüp qalsa bo'lmaydi degan o'xshash, ularmi ashunday qilgan gap. Shunga Massachusets atrofidagi shahar, ba'zi bozorlarning ismlari ayni vaqtdagi Angliyadagi bozor shaharlarning ismlari atalgan. Masalan, Harvard Üniversitetini xalq Boston deb o'ylaydi, amaliyot u Harvarddagi Cambridge degan bir shaharda. Cambridge degan Angliyada mu bor. Bular dastlabda buni shu o'zining iddisiga vakillik qildigan, bundaq bir diniy bu narsalarni o'tadigan shunday maktab qilib qurib chiqib, keyin o'zining taraqqiyot tarixida mana hisobda 4 asrlik taraqqiyot tarixida bu dunyoda oldin qatorda turadigan birinchi darajalik bir oliy maktabga aylandi. Bu maktabningki kasbida har xil nurg'un kasblar bor, nurg'un maktabning ichida nurg'un nima bor, har qaysi sohalar bo'yicha, masalan, meditsina deymiz, Harvard Medical School deydi, Harvard Tibbiy universiteti deydi. School degan gapni biz maktab deymiz. Universitet degan universitet deymiz, shuni ama oliy maktab deymiz, lekin shu Harvard universitetining ichida har qaysi palla bo'yicha, masalan, tish maktabi bor. Harvard tish maktabi bor, tibbiy maktabi bor, anadan keyin ommaviy sog'liqni saqlash maktabi bor. Bular anadan keyin ijtimoiy fan, har qaysi kasblarningki, masalan, iqtisod deymiz, bularning psixologiya deymiz, hukumat siyosat ilmi deymiz, anakin boshqa tabiiy fanlar deymiz, masalan, fizika, ximiya degandek. Mushularda bir turkum dunyoning oldin qatoridagi professorlar, tadqiqotchilar mishada ishlaydi. Ana bular bu maktablarga o'quvchilarning qabul qilinish shartlari nihoyatda ig'ir. Qabul qilingan o'quvchilar shu bular bunda o'quvchi qabul qilgan vaqtda bu kishi kim deb qanday bu kishini nima chiqadi deb bunda qaraydi ekan. Bizningki dehqonlarimiz mays tikkan vaqtda bunda qarab mayslarni tikib, ba'zi bir ziroatlar o'lab qolgandek bo'lsa, uni o'g'itmay sal terkiga beradi. Shunga o'xshash bularma tanlab shu iltimos qilgan odamlarning ichidan andan shundaq bir bu nima ish qila oladi keyin deb shundaq bir o'lcham bilan bular qabul qildi ekan. Raqobatlik bu maktablarga shundaq qabul qilinish. Ammo buni pitaganlarning ichida hammasi alt kaptaning hammasi mollaq chiqmaydi deb, hammasi mollaqchilar ketolmaydi ekan. Albatta bu maktablarning ichida Amerikaning siyosatiga, dunyoning iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan nurg'un odamlar, Nobel mukofotiga erishgan odamlar ko'p. Amerikaningki 7-8 prezidenti, davlat baqani mishadan chiqqan, har qaysi bir 30-40 davlatning bosh nimalarimi, hukumat mas'ullarimi mishalardan chiqqan, ba'zi kasblar haqiqatan dangliq strategiychilar chiqdi, bu yerdan siyosiy yo'llar chiqdi, har qaysi cho'ng shirkatlarningki qurg'uvchilar chiqdi. Harvardning ashundag'anda buningki Harvardning iqtisod kasblari, boshqarish kasblari Harvard so'da, undan tibbiy universitetlari bular dangliq. Bu MIT deganga kelsak, bu MIT asosligi shu sizlarningki tashviq qilayotganlar STEM. Men sizlarni Uyg'urlarni MIT deb atsam bo'ladi deb qarayman. Nimishqa degan vaqtda bir maysa qarablar biz obdan parvishlab qilsak, bundan yaxshi mo'l hosil chiqdi. Ya'ni science, fan texnika, technology, texnika, math, matematika, engineering, bu injenerliklar bo'lgan amaliy qo'llanilgan bir kasblar. Matematika degan kasbiy shu masalalarni obrazlik, abstrakt ifodalaydigan masalalarni analiz qilganning usuli va bir hisobda bir dunyoni tushunishda bir ishlatilgan bir til. Bundaqcha aytgan vaqtda, anadan keyin mana texnika bizningki turmushlarimizni shunday o'zgartiryapti, bundan keyin texnik o'zgartirdi. Mushularda sizlarning o'sha tashviq qilishinglar, o'zimizning tilida bizning o'quvchilarga o'sha narsalarni tushuntirishinglarniki ahamiyati nihoyat chong. O'sha STEM programmasida sizlar davomli yaxshi izchil mansanglar, men bir necha qarindoshlar bilan tanishdim bu programmadagi. Yaxshi bolalarni tarbiyalab bersanlar, Harvardga kiralaydigan bo'ladi. MIT'ga kiralaydigan bo'ladi. Adam qilganni adam qila oladi. Bizning odamlarimiz cho'qim qila oladi. Mendagi shu otishning bor tog'lardagi yezlarda ot minib yurgan odammi? Ot emas, eshakmi? Eshakmi yurgan odam, ot mingan, ko'plab eshak mingan. Odamga kirib ketgan yerda hozir yoshlar uchur davrida cho'nglayotgan ishlar cho'qim buni kirib ketadi. Faqat iroda bo'lsa, niyat bo'lsa, tirishchilik bo'lsa, buni qilib ketadi. Rahmat. Amti mushu
Aşındaq universitetlarga kirəlişni bəkərək içib bu şu bizim görüvatqan yaşlarımızga ilham bolsun üçün manda bir sual soraşni oylaşdım. Türkiyədə və Orta Asiyada minlığan Uyğur fərzəndləri var bilirsiz. Şu ösmürlər kəlgüsdə aş sərxil universitetlər qəbul qılınış üçün qandaq tayyorluqlarni qilish kerak? Şunu bəkərək təfsili bizə düşəndirib bərgən bolsunuz. To'g'ri. Hamma ishning usuli bor. Bir yerga bormoqchi bo'lsa, odam ya ot bilan bordi, ya qiyiq bilan bordi, ya parxod bilan bordi, ya aeroplan bilan bordi, shundaymi? Shuning o'xshash hamma ishning usuli bor. Bu davlat oliy maktablarga kirishning o'ziniki usullari bor. Birinchisi kishilar qabul qilgan vaqtda Amerikaning o'zida turib iltimos qilgandan sir turib iltimos qilsa, biroz yaxshiroq bo'lgan ehtimollar. Sirtdan favqulodda yaxshi o'qisa, shu davlat maktablarga masalan Harvard universitetida MIT degan o'xshash. Men bir chaqda necha yilning oldida MIT New York vaqtigizda bir Mong'oliyadan, tashqi Mong'oliyadagi bir bolaning MITga Massachusetts institut, texnik institutiga to'liq o'qish mukofoti bilan bir chorvachining bolasimi xudoyim, ashna kirganligini men o'qigandim, shu esimda bor. Necha yilning oldida New York vaqtigizda chiqdi. Shunda bir sahrada tog'larda yashaydi ekan, ammo bir narsani bak yasay oladi ekan. MIT degan maktabda, Massachusetts texnik institutida dunyoga dangliq injenerlar chiqdi. Nurg'un bir narsalarni yasay oladigan odamlar chiqdi. Texnik tarbiyalaydi, mana dangliq odamlarni yetishtiradigan maktab mana. Mana Harvard desa, shunday iqtisodshunoslar, siyosiyonlar, hokimiyat boshqaradigan odamlar mushundalar chiqdi. Bularning qabul qilishning shartlari oldindan cho'qim. Qaysi bozorga borsak, shu bozorda o'tadigan pulni xajlaymiz, shundaymi? Turkiyaga borsak, lira xajlaymiz. Koreyaga borsak, won xajlaymiz, shundaymi? Men nimaga borsak-chi desa, mayakkasak-chi, dollar xajlaymiz, lekin dollar-chi desa, o'rtaq pul. Dunyoning Amerikani o'ch ko'radigan, tatib yaxshi ko'radigan paraxo'r amaldorni tatib, shu vahshiy zolimcha hammasi dollarni tutadi masalan. Shunga o'xshash ma'vo nimalarningki shu davlatlarga, shu maktablarga imtihon berman desa odamlar nima ish qilish kerak? Mushu tilni yaxshi bilish kerak. Biz shu tilni, ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Bu til o'rganishdan albatta bilmasa kichkina narsaga kichkina qo'shsa 5 yil deyishmi taskinladi degan shunami emasmi? Taskinmaysiz-ku. Ishga qo'shsak 5 yil mayt deyishmi? Unda olsa men topdagilarning biroz ya unda emas 4 tamga desam hech kim demadi. Ba'zi o'tni pufidab qo'yish kerak-ku. Endi demakchi, endi bir ishlarning bir usullari bo'ladi. Bizning o'smirlarimiz, yoshlarimiz mushu maktablarga iltimos qilgan vaqtda agar bular Harvard universitetiniki nimasiga kirsa, Massachusetts texnik institutiniki to'liq kurs kasbiga kirsa, kiralsalar, bularning butun o'qish pulini ko'taradi. Tomoq pulimi, yotoq pulimi, ashnimi ko'taradi. Shunga ash maktabga kiralsa, nayt katta ish bo'ladi, iqtisodni ko'taradi, chiqimlarni ko'taradi. Buni qila olamdi desa, buni qila oladi. Lekin bunga kirishmi tez bir chaqda yaponlik bir bola mening savodishim mapi deydigan shu bir chaqda shuna bir gapim deydi. Men shu butun Harvardda o'qiyotgan yaponliklarning pushti qancha ekan deb sanab baqsam, 30-40 qilolmaydi ekan deb ashuna deydi-chi. 100 necha million noposi bor. Bu nima ish undaq ekan desam, bizning odam yo qiziqmamdi, yo buni qabul qilish shunda tasmi, yo bizning ingliz tilimiz yaxshi emasmi, undaq debdi, unda bo'lishi notayin dedim. Lekin ba'zilar shunda statistika qilib baqadi ekan, o'sha maktablarda bizning odamlarimizning qanchasi o'qiydi deb. Men O'rta Osiyodan kelib o'qiganlarniki balig'ini bilmadim, ammo Mong'oliyadan kelib MITda o'qigan bolaning hikoyasini o'qidim. Bir chiqib qoldi, bizning bir necha Uyg'ur qarindoshlarimiz nimada o'qidi? Shu Massachusetts texnik institutida. Birsinikini muhabbat uxlatmaydi deydigan adabiy axborot orqali men buni yozdim. degan bolaninkini. Anan keyin bir singlimiz o'qish bitadi. Mana nimada Harvardda bizniki Faxriya deymiz, Alnigar deymiz, Rayhon deymiz. Mana shundaq singillarimiz o'qidi. Mana ishlarning hammasi singillarimiz. Demak, bizning Uyg'ur qizlar shu qadar chechan, shu qadar aqlliqki, bularma shundaq o'qiy oladi. Hamda bizning o'g'illarimiz bir turishsa,
o'sha yerga kirib ketoladi. Shunga tilni o'rganishdan sirt SAT deydigan bir imtihon bor yoki CAT deydigan imtihon bor. Ular agar to'liq kursga iltimos qilmoqchi bo'lsa, SAT degan imtihonni berish kerak. Uning to'liq nomeri hozir 1600. 1600 to'liq nomer. Ammo buniki qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin to'liq nomer olgan vaqtda ba'zi osiyoliklarning pushtillari Harvard bizga nisbatan kamsitdi. To'liq nomer olsaqmi bizni qabul qilmaydi deydi. Nomer. Biroz siz, masalan, men bir narsa, bir imtihon yuz olganligim uchun shu ilmni bildim desam xatolashman. Nimishqa? 100 nomerdan keyinida nurg'un bilmaydigan narsalar bor. Tushunarmi? Dağlıq bir matematikning gibi var. Mening bildig'inim Einsteindan so'ramdi, birisini so'raydi. Sizning bildig'iningiz, siz katta bir olim bildig'iningiz qanchalik desa, mening bildig'inim shar. Sharning sirtini men bilmayman, payansiz deydi. Haqiqiy olimlarda shunaqa kamtarlik bo'ladi. Tushunarmi? Endi bu kim? Bu bizningki Harvard degan maktablarga iltimos qilgan vaqtda to'liq yuqori nomerni elish, o'rta maktabning GPA, o'rta maktabniki natijalarining yaxshi bo'lishidan kupay qilmaydi yana. Bir muayyan qiziqish, alayli bo'lish kerak. Shuni o'quvchilar alayli bir nemini yozadi. Maqol yozdi. Ma'lum sonda 400 xatlik, 600-700 xatlik. Birisi shuning o'zida noyati merozlik ish bo'lishi kerak. O'zi kim? Nimishga iltimos qiladi? Harvard buni nimishga ilish kerak. Bu maktablar nimishga ilish kerak. O'xshash sharoit ostida ishga odam tursa, ikki odamning ichida ishqilisdan natijasi yaxshi. Birisi faoliyatchan. Mana shu gapni qildi. Birisi jimg'ir. Lekin bularni o'qimoqchi o'g'in nima desa? Birisi iqtisod, siyosat o'qiydi. Mana tarix o'qimoqchi. Endi bu Harvard kimlik bakra qiziqdi desa, mening qiziqdi. Shu men o'qiyotgan nemisdan muvaffaqiyat qozonishning ehtimoli cho'ngroq deb mening qiziqdi. O'xshash sharoit ostida. Yana bu yerda ingliz tili natijasi, o'rta maktabdagi natijasi, yozgan o'zining maqolasi ichidan chiqyapti. Haqqi yozdirdim, uni bilib oladi bular. Bu shadimi shu oliy maktab imtihon bergan vaqtda o'quvchilarning maqolasini yezib berib jam qiladigan odamim bor. Shuna qilib berganlar uchun. Bu shadimi oliy maktabga kirimizda yolg'on usullar bilan ba'zi boylarning qo'llarini kirgizib, saxtlik oshkorlanib rasvo bo'lgan odamlar bor. Ba'zilar yaxshi maktabga kirishni bir xil shuhratparastlikniki, obro'yning belgisi deb qaraydi. Lekin hamma ota-ona, hamma odam yaxshi maktabda yaxshi tarbiya ko'rsam, bolalarni yaxshi o'qisam deb o'ylaydi. Lekin o'zida bo'lmagan narsani siz chiqarib qo'ysangiz nima bo'ldi desa, quruq taqa to'maydi degandek yil chiqib qolgan gap. Shunday bir ish ulab ketdimdi-ku. Shunday Harvard, MIT qo'shib tanliq maktablarga bolalarni o'tkazamiz deb haqliga millionlab pul xarjlab, shunaqa qilgan ishlar. Ya'ni jamiyat bo'lgan ekan, odam bo'lgan ekan, bu odamlarningki xarakterining, fazilatining taqsimlashi bunda shunday bo'lgan normal taqsimlash. Bir turkum odamlar favqulodda buyuk bo'ldi ekan, ulug' bo'ldi ekan. Bir qism odamlar noyati chirkin bo'ldi ekan, noyati vosita tanlamaydigan maqsadga yetish uchun nurg'un odamlar yana alaykumulloh deb tirishib o'zining hayotini o'tkazgan bo'ldi ekan. Hamma jamiyatda ashuna bo'lgan. Shuni cho'nglarimiz bilib debdi ekan, hamma qozonning quliga to'ydi deb. Lekin mayada axborot erkinligi va ochiqchilik bo'lgandan keyin shularning keyiniga tushib, shu ishlarni qilganlarni jazolavatdi. Endi sizning gapingizga men qo'shimcha qilib versam, biz taqdi cho'ng bo'lgan odamlar bolaligimizda shu fikrimiz u yayloqdan bu yayloqqa chepib yurgan odamdek bo'lib qoldik. Shunga ishingizga kelsam, sizning savolingizga Harvardda o'qiydigan bolalar, iltimos qilgan bolalar maqolasini yechishdan sirt o'zining boshqa alayliklarni ko'rsatish kerak. Ya'ni u to'pda yamanma, masalan, MIT iltimos qilganlar mashinada yasay olsa, masalan, bir ijodiyat qatnasha olsa. Masalan, Uyg'ur sistemasiga bir xalqaro dunyo Uyg'ur bolalarining matematik musobaqasi o'tkazganlar yoki xalqaro olimpik musobaqasiga bir Uyg'ur bolalar qatnashib, birinchi, ikkinchi chiqib qolsa, bizning qanchalik peshonlarimiz paqirab, ko'zlarimiz yo'g'nab, gaplarimiz texnik jaranglik chiqadi. Dunyo fan texnik bilan tik turadigan, fan texnik bilan yuksaladigan dunyo. Men oliy maktabda o'qiyotgan chog'imda Izzat Alyazgan naqsh kelib bizningki universitetniki klubida naqsh aytib bergandi. Shu menga bek ta'sir qilgan. Buni bir ikki asrimda yozgandim men. Boshqalar uchdi oyda osmonda bizdagi g'am bugun so'rim dasturxon deydigancha. Shunda bir nima qilgan. Demak, o tekstni boshqalar yozib bergan bo'lsa-mu, shu yozuvchi shu ishni biladi demakchi. Biz Uyg'urlarda ma'rif ko'ngildigan, yaxshi o'qiganlarni
bilim bor odamlarni hurmatlaydigan, bolalarimizni yaxshi o'qishga rag'batlantiradigan, ashuna bir yaxshi an'ana, yaxshi bir xislat bor. Shunga sizlar shu atrofdagi dunyoning hamma yerida, masalan, O'rta Osiyodagi bo'lsin, Turkiyadagi bo'lsin, dunyoning qayerdagi bolalar bo'lsa, yaxshili o'qisa, iltimos qilib boqsin. Siz dalaga chiqib toshqon qo'g'lab boqmay turib, qanday toshqon tutamidin deb o'tasangiz bo'lmaydi-da. Tutamid, men tutamayman deb. Siz dalaga chiqib bir qushni o'qiyolar it boqmay turib, mergan emasligingizni qanday qilasiz? Avval qilib beqish kerak. Tushunami? Berib qumliq berib baliq tutaman desa, u bo'lmaydi. Suyva kichik o'stan ko'rib lahang tutaman desa, yana bo'lmaydi. Shuna obyektiv bo'lish kerak. İltimas qilish kerak. Bir odam hech bo'lmadi deganda bir ishlarni cho'ng qilib ketmasam, o'zining bolalarini yaxshi tarbiyalasa, o'zining nevralarini yaxshi tarbiyalasa, ilhom bersa, bir cho'ng bir olim chiqsa, cho'ng bir ish qila oladigan odamlar chiqsa, masalan, siyosatchi chiqsa, korxonachi chiqsa, o'zi uchun emas, xalq uchun, o'zi yashayotgan jamiyat uchun va hatto butun insoniyat uchun yaxshilik qilgan bo'ladi. Buning xosiyatini aytib cho'ng. Suallarınız qilib, poyezdning vagondagi uzun deb birinchi vagonning javobini berib bo'ldim, ikkinchi vagon nima topolmaysiz? Yaxshi o'ylab qoldim. Ularning javob berib bo'ldingiz Aslaka. Aka xapolmay ekranda texim chiroyli ko'rinish uchun kompyuterni ozroq pastga besibsangiz yoki bo'lmasa bizga keldingiz. Bo'ldimi? Ondan bo'ldi. Gövdingizni yaxshi ko'rish uchun. Endi Uyg'uristonga bundan Qaysar akamiz Uyg'urlarning Gapim üzülüp qaldı mı kavatamdı? Yaxşı anladım. Uyg'urlarning IMTC deb bak yuqori baho beryapsiz. Inshaalloh shunda bo'lib kirishimiz aka. Bak cho'ng mas'uliyat yuklayapsiz. Endi bu albatta xalqimizning qo'llashi bilan ayirib qarag'il bo'lmaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, yana bir qaytim eskartib o'tay. Hozir Qaysar akamiz bilan naq maydon suhbat elib beryapmiz. Akamizdan so'raydigan savollar bo'lsa, inkas shaklida bizga qoldirib qo'yishinglarni umid qilmang va bu suhbatning tarqıtılış olunuşunu başqa yerlərə taqib qoyuşunlarını ümid qılırıq. Ondan sonra yana suallarımı davamlaşdıray. Siz uzundan beri Amerikada yaşayapsınız. Kaliforniyadagi Silisiya jilg'isi dunyoning yuqori texnologiya, bo'libmi uchur texnik sohasidagi shirkatlarning markazi bo'lib hisoblanadi. Masalan, biz ko'rayotgan Google, Facebook ya da YouTube bo'lsin, mushu yerda chiqqan bu Silisiya jilg'isi va bu yerda ko'klab chiqqan milliard dollarlar qimmatidagi shirkatlar, bo'libmi startaplar haqida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu mening kasbimga yaqin gapgan. Bu kasbimga yaqinligida meni o'qinim iqtisod degan ham ko'pincha bir tanlash masalasini muzokara qiladigan, tadqiq qiladigan bir ilm. Kishilar, shaxsiylar o'zining kirimini qanday ko'paytirishni g'amini qiladi, pulni qanday qilsa yaxshi qilgan bo'ladi, qanday tanlashlarni qilsa yaxshi bo'ladi, korxonalarmi shu deb. Lekin tek-tek vaqtda yana bu shu boylikni ko'paytirishga, boylikning taqsimlanishiga yo'l taqilgan ilm emasmi? Endi siz o'tirib qo'ygan nima dedingiz sana? Silikon jilg'isi dedingizmi? Silikon jilg'isi dedingiz, ha? Crimson nima jilg'isi dedingiz? Silisiya jilg'isi. Silisiya, silikon jilg'isi. Okay. Silisiya jilg'isi. Bu Amerikaning Kaliforniya shtatining San Fransisko rayonidagi mana shunday bir nurg'un shirkatlardan tarkib topgan startup degan gapning o'zi ishni noldan boshlab hamda bir ish qilayotgan odamlar, tijorat korxonchilik ideyasiga, egilliklash ideyasiga ega odamlar o'shaga to'plashib, o'ltiraqlashib, xuddi bizning mavjudlarda basingiz kebabchilarningki nimalari bir yerda qata bo'ladi-ku. Oshxonalarmi bir yerda bo'ladi. Bunda bo'lishlik sabab nima desa, u odamlar shu bir oshxonalarga kirib, shu ko'proq xayrida keladimda. Nima desa, oshxonalar bir yerda bo'lganki, shu yerga borsa, mantigisi borsa, mantipazinga kirdi, kebab yegisi borsa, kebab yeydigan yerga kirdi, kebabxona kirdi, Qashqardan charak lag'mon yeydigani, shu oshxona lag'monxona kirdi deganga o'xshash. Endi mana silikon jilg'isiga bir turkum odamlar shu iyilik tiklash ideyasiga ega nurg'un odamlar to'planganki, yoshlar. Bular shu Amerikadagi har qaysi oliy maktablardan bo'lgan yoshlar, ularning yoshi 20 dan tortib 50-60 yoshgacha. Men bir YouTube kanalimda bir gapni deb qo'ydim. Har odam o'z vaqtida deb, har kim o'z paytida deb. Amerikada 70 yoshda bo'lgan odamlar prezident bo'layotdi. Shunga mana bu topdiki, iyilik tiklash ideyasiga ega qarindoshlar, pul topib iyilik tiklayim, cho'ng korxonchi bo'laman, zangil bo'laman deydigan ish bo'lsa, hargiz yonmanglar. Sinab baqsanglar bo'ldi. Hayotga bir qitim, dunyoga bir qitim kelamiz faqat. Shunga
bu Silicon Valley'ga adamlar nima desangiz, shu tijorat bir ish qilaman deydigan odamlar asosan texnikani asos qilib, shu yumshoq detaldan foydalanib, kompyuter programmasidan foydalanib ig'lik tiklayman deydigan odamlar jug'lashgan shunday bir yakan. Chunki ya demayman uni men. Nima ish desangiz, men anglab olgan, o'qib olgan, shuning asosan qilganlik uchun o'z ko'zim bilan ko'rmaganligim uchun unda ya deb demayman. Shunday yakan deyman. Shuna u yerda shu nimaga borgan odamlar hamda bir ish qilmoqchi bo'lsa, texnik masalaga yo'liqsa, boshqa bir kasbdoshlari bo'ldi emasmi? O'zaro yordam qilishir ekan, bir-biriga nisbatan rag'bat berishir ekan, hamda muhimi mayli ig'lik boshqarishda bo'lsin yoki bir ishni odam o'zining ahvolini yaxshilashda, bir xalq o'zining ahvolini yaxshilashda bo'lsin, bir idea. Bu obyektiv amalga oshiriladigan bir idea, ya'ni bir harakat qilsa, bir amalga oshiriladigan bir ideyaning bo'lishini aytib muhim. Ma odamlar o'ziga ishongan, ba'zi cho'ng pul muomala shirkatlarida banklarda ishlab baqqan, ba'zilari texnik shirkatlarda ishlab baqqan, turli xizmat qilish jarayonida ma'lum bir ilhom kelgan, xuddi shoirlar bir narsani o'ylab ketib, qayoqqa kirib, qor qachon kelsa bahor deb she'r yozib ketgandek, bularga shunday ilhom kelib qoldi ekan, shuni ayaga bordi ekan. Borgandan keyin bir ikki odamlarni topadi ekan, xuddi bu Steve Jobs o'ziniki nemisda mashina yasash garaj, mashina yasaydigan nima, mashina to'xtatgan uyda tajriba qilib yurib, Apple ya'ni olma mahsulotini borliq keltirgandek, bular shunday bir ishlarni ashada qiladigan. Masalan, yana davomli bir nima bor, qisqa muddatli turadigan Airbnb deydigan shirkatning qurilishimi shu. Ikki bola, Boston'daki bizning meningda 40 minutlik bir yerda bir shtat bor. Amerika bo'yicha eng kichik shtat Rhode Island deydigan. Rhode Island'dagi ikki bola saboqlashgan bular. Ashada bir davomli güzel sanatçılarni tarbiyalaydigan bir maktabning o'quvchilari o'qish bitirib, Kaliforniyaga berib, San Fransiskoga bordi ekan. Kaliforniyaga berib, bular o'qish demisini to'layolmaydi ekanda, ijarasini, uyning ijarasini. Shundan to'xtab turib, shu uyning ijarasini to'lash uchun biz bir ish qilmasak bo'lmadi. Nima ish qilmaymiz deb, shu o'zi ijaraga uyni bir yani yasab, mana bu yazdigan yana qilib, azroq tamoqni qilib bir e'lon chiqarib baqdi ekan. Ideya shu. Mayada tursanglar $30 to'laysizlar, bir kuniga $30 ya $20. Tafsiliy vaqaligini o'qimayman. Unda cho'ng shaharlarda yotoqlar qimmat. $150, $200 degandek. Men Bostonga tunji qitim tushgan vaqtda men mashina ishga duchor bo'lgandim. Hech qanday uyg'ur yo'q bu yerda. Shu $130, $140 o'chaqda odamlar yil 300-400 yuan maash oladigan. Shuni qanday oldi desangiz, bir izlab tepib oldidan bir yerda yotgan yerga $10 to'lab, $10 to'lab ashuna bir yotqanda, buni shunqa qarab chaqla degan asmandim yozgan. Demakchi, men ham shunday o'ylagan, 2 kun qo'nib olsam bo'ldi deb. Men odamlar cho desa, bu qisqa muddat emas ekan, hozir men uyning ijarasini to'layolmasa, kelar oydan uyning ijarasini to'layolmaymiz, eng yaxshisi menda qilib baqili deb. Shu idea bilan shu uyning ijarasini haqlarga bersa, buni nurg'un imkos bo'lgan gap. Talab bo'lgan yerda ta'minlash bo'ladi. Shundan to'xtab turib, bu biz turayotgan uyni manda qildik, qo'limiz pul ko'radi. Bir xalqning uyini ijaraga mashina qilsak bo'lmadi deb, shundan bilan boshlangan bir ish. Shunga bizda bir gap bor, muhtojlik haqiqatni anistamda, kayfiyatni anistamda buni har xil tushundirsak bo'ladi. Endi mush odam o'zidan bir ish kelgan vaqtda, mashinada taqqa ustigan vaqtda anandan kim bir yo'l chiqadi? Ya mashina tashlab taqning ustiga ottiqmangsiz yoki qo'ychining birini tutilib, ikkita kamputni berib yo'l boshlabsiz, bir yoqqa borsiz, bir yoqqa chiqsiz ish qilib. Agar o'zingizning hayot tajribangizni, o'zimizning hayot tajribamizni yakunlamasak, atrofni kuzatmasak, dunyo qanday o'zgaryapti, kishilar qanday yashayapti, qanday qilsak yaxshi bo'lamiz deganni o'ylamasak, atom yetgan bayq deb yashayveramiz. Siz degan kirmizingizlikdagi bolalar, ularning hech kimingiz yo'q. Ularda shu ikki ko'zi bor, ikki quloqi bor, ikki og'zi bor. Shunam emasmi? Shu. Shu deysiz, ikki og'zi bor desam. Shuna bilan qiziqchi bo'lgandan keyin qiziqchiligimiz moslashmadi maka og'zi. Bildim. Andan keyin mana nimada o'qishda emasmi, interaction nima qilib ko'nab qilgandik.
Andan keyin akada bu balla qopab, shu bir ideyani bular qog'oz yuziga yezib, andan keyin nurg'un kapitalistlar bor. Parishti kapital, parishti mablag' sag'ishlar bo'ladi. Andan keyin bir venture capitalistlar bo'ladi, banklardan pul chiqarganchi. Mening ideyam bundaq. Men mancha ishliq menda bu bala, men kasbim bu. Men hozir manchilik qildim. Sen menga mablag' bilan qo'lsang, mening shirkatim ko'payib, cho'ng'ayib, biz rasmiy bozorga pay solgan vaqtda sening men topgan maqsaga mablag'ing 100 ish chiqib ketadi deb. Ashna desa, bu mablag' sag'ishlar ba'zilarlar bor, millionlab pulning ustida-chi. Bular nima ish qildi desangiz, o'zi biz yerda ishlab qalsin qatirib yurmaydi. Bular mana shundaq yangi ideyasi bor odamlarni qo'llaydi bular. Shuning bilan bularga urug'chi kapital deb ziraat bo'lish uchun urug' bo'lish kerak qonunga, bilim bo'lish kerak. Ana ustiga bu odamlar urug'ni bergan odamlarning ziraatni parvarish qilib uyg'ontirgandan keyin moloslar olgandan bu qonun bo'yicha bu ishlar dastlabda ishni bekitgan vaqtda bizga manchilik shirkatining idarashlik huquqini bersan deb. Endi bular shunday bir nimaga pay chekini bozorga shunday solgandan keyin, IPO'ni solgandan keyin, bir chaqda 10 million yarg'an shirkat mana endi milliardlab ketadi degan gap. 1 milliard degan 1000 million dollar degan gap. Shundaymi? 1000 million dollar degan. Bu yerdagi masala nima desa? Nipodaka. Fahmiy adabda bir kasal chiqaryaptimi nima? O'chirib qo'yaptimi? Shuning bilan nima desangiz, bu odamlar bizning mana shu mablag' solgan odamlar, bir xil qatarga tavakkul qildim bular. Mablag'chilik nima deymiz desa, siz ko'proq bir narsaga qadarga tavakkulchilik qilsangiz, yo yo'qolib ketasiz, yo bo'lmasa baklar bekib ketasiz. Paychaki bozordagi ahvolmi shu. Siz ba'zi paylarni yaxshi deb o'ylab olsangiz, agar shirkat mangmay qolib qolsa, bayram bo'lib ketgan gap. Masalan, Enron deydigan bir energiya shirkati tashna olib ketdi. O'zining paylarini ko'paytirib, yolg'on ma'lum qilib bayram bo'lib ketdi. Endi yana ba'zilari-chi desangiz, masalan, Tesla'ga deyman. Tesla degan 2010-yilmi, xudoyim. Shu bir chaqda payni saqam vaqtda $100 dan tuvan. Hozir $1000 ga yetib ketdi degan gap. Shunga ba'zilar to'g'ri mahsulot, to'g'ri mulozimat bilan shug'ullanadigan shirkatlarning payini olganlar ashuna bo'lib ketdi. Endi parishti kapitali, ya'ni dastlabda kichkina pul bilan mablag' sag'ishlar desa, ular texnik bo'lib ketdi degan gap. Hozir mushay mushkullarda shu Amerikada paydo bo'lgan boylar qaysi sohalarda desangiz, ko'pinchisi pul muomala mabda'chilik sohasida, texnik sohasida. Andan keyin asol yemak-ichmak, uy-mulk degandek shundaq sohalarda bular-chi. Burunchi desa bizning bildiğimiz Rockefeller avlodi, neft dokasi, neft energiya bilan beyg'am bo'lsa, burunqi boylar. Bak, sanoat boylari bo'lgan bo'lsa, biroq hozirgilar nima desangiz, texnika boylari, pul muomala kapitalistlari shunday bo'lib ketdi. Shunga bir yangi hech qanday bir ideyasi bor, o'zgacha ideyasi bor, ammo hech nima mablag' yo'q odamlar, ayak basa, kirimsanchilig'i bor, silikonchilig'i basa, aşağıda onu bunu qilib turib, ba'zilarning hikoyasini olsangiz qoyil bo'lasiz haqiqatan. To'xtamay ishlab, kechgacha ishlab ishni vujudga chiqaruvchi. Ularning kallasidan muvaffaqiyat qozonishdan boshqa ish yo'q. Ashunda o'zini berib, ananikin ideyasini sal o'zlarining ideyasini bular qaytadan nima qilib chiqib, bundaq bir tijorat plani qilib, mablag' sag'ishlarga, pullarni oldiga olib paqqidan keyin ular bundaq qarab, men qo'llayman deb ishlar shunday boshlanayotgan gap. Demak, bu yerda ideya nereden keldi? Yani bilimden, texnikadan keladi. To'g'ri. Endi Uyg'urlarning shundaq milliard dollar qiymatidagi shirkatlarni vujudga chiqara olishi mumkinchiliksiz qanchalik? Qanday tavsiyalaringiz bor shu to'g'risida? Uyg'urlarga nisbatan. Har qanday ishning ehtimolligi 0 bilan 1 orlig'i bo'ladi. Bir bo'lsa cho'qimdan amalga oshgan bo'ladi. Endi shu ehtimollikni amalga oshirish uchun bunaqa amaliyot kerak. Shuning men bu ehtimollik 0 demayman. Buning ehtimolligi bor,
lekin bu ehtimollikni 0dan 1ga aylantirish uchun bu nurg'un musab ketadi, nurg'un ishlar ketadi. Balkim sizlar tarbiyalayotgan sistem Uyg'ur sistemining o'quvchilaridan chiqishi mumkin. Masalan, sun'iy aqldan foydalanib sizlar yangi texnikalar bor. Sun'iy aqldan foydalanib, undan keyin yana bir narsa bor, Bitcoin haqida. Bittangisi deydigan bir narsa bor. Shifrliq pul, bu to'g'risi men leksiyada so'zladim. Ana shunday texnikani, unaqa jiq nima ketadi, energiya ketadi, unaqa jiq tok ketadi. Albatta chiqim bo'lmay, kirim bo'lmaydi bu ishlarda. Mosh ishlarning yo'lini tutib olsa, ashuningki qonuniyatini egallab qolsa, uning qonuniyatlarini egallab qilib qolsa, biroz yaxshi bo'ladi degan gap hamda-chi. Ehtimolli bor degan gap. Shu chiqmaydi demayman. Cho'qim chiqadi debmi demayman. Biroq ehtimolligini muqarrarlikka aylantiramiz desak, cho'qim bir turkum odamlarni shunday qiziqtirishimiz kerak. Qarxanchilikqa qiziqtirishimiz kerak. Bo'lsa, qila oladiganlarimiz o'zimiz qilib baqsa qildi. Ashuncha. To'g'ri. Endi ko'rurmanlarimiz savollarni yog'dirib yetibdi. Sizni tep bag'anda savol so'ralaydi degan o'xshaydi. Ko'rurmanlarimiz bunday savol so'rabdi. Amerikada magistrlik o'qish uchun qanday shartlarni hozirlashimiz kerak va o'qish jarayoni qanday bo'ldi deydi. Amerikada magistrlikni o'qish uchun cho'qim qaysi yerda, masalan, Turkiya bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, qayerda bo'lsin, cho'qim shu ma'lum bir kasbning to'liq kursininki diplomni olish kerak. Ashna olgandan keyin, birinchisi Amerikada o'qishga kirishninki shartlari bor albatta. Masalan, qanchalik mush kasbni qanchalik biladi deydigan. Andan keyin ikkinchisi nima desa? Ikkinchisi til o'tkili. Uchinchisi o'qish pul masalasi bor. Agar favqulodda yaxshi o'qisa, TOEFL imtihonini yaxshi nomer olsa, GRE yoki GMATdan yaxshi nomer olsa, bular birinchisi programmaga iltimos qilsa bo'ladi. Masalan, magistrlikka. Ikkinchisi o'qish mukofot puliga iltimos qilsa bo'ladi. Shunga buning shartlari shu. Buning bir bunda bir alayda bu maxfiy emas, sirliq emas, qilib beqish kerak. Masalan, Turkiyada siz iqtisod kasbini o'qigan bo'lsangiz, to'liq kursni o'qigan bo'lsangiz, Amerikada iqtisod o'qiyman desangiz, nurg'un maktab bor. Amerikada 4 mingdan ortiq oliy maktab bor. Shu maktablarning ichida hamma maktab iqtisod kasb bo'yicha magistrlik unvoni bermaydi. Shu beradiganning ichida bular yana ommaviy oliy maktablar bor, xususiy ig'dorchilik oliy maktablar bor. Shularning ichidan mush kasbni o'qisam, manda ish qila olishimga foydasi bor ekan deb ishonsa, shu maktabga iltimos qilsa bo'ladi. Bundan boshqa nimasi yo'q. Andan keyin iltimos qilgan vaqtda natijani topshiradigan gap, o'zini tushuntiradigan gap, andan keyin imtihonlarni berib bo'lgandan keyin javob kutsa bo'ladi. Yaxshi, andan bir 2-3 odam, cho'qim o'qituvchi yoki professor bu kishiga bir xat yozib berish kerak-chi. Masalan, Denur degan bu o'quvchini men yaxshi bilaman, manda iddisi va manda o'qimoqchi, u bu deydiganchi. Boshqalarda siri yo'q buning. Qilish kerak. Yana bir ko'rinmanimiz bunda debdi, ko'pincha yoshlarimiz qanday boshlashni bilolmaydi ekan, ham o'zini bayqay olmaydi ekan. Bu shaxs so'zlab bersangiz deydi. Nimani ishni qanday boshlashni bilolmaydi ekan. Magistrlik programmaga kirish uchun demsiz? Yo'q, bu masalan umumyuzlik bir ishlarni bir ish uchun qanday boshlashni bir ishni bilolmagan. Endi boshlash uchun bir narsani avval bir o'zini dangsab beqib, nimaga qiziqishini yoki nimaga qo'lidan yetadiganligini bilish kerak. Mushlarni bilolmaydi ekan, o'zini bayqay olmaydi ekan deydi. Bu bir xil abstrakt savol bo'lib qolibdi. Shunda xo'smi ko'rurmizning savoliga azroq o'zingizning nimasida javob bergan bo'lsangiz. Bu odamning cho'ng bo'lish jarayoni işte asosda o'zini, olamni, yashayotgan jamiyatni tushunish jarayoni emasmi? Odamlar hayotda har xil masalalarga duch keladi, shaxsiy ishlar bo'ladi, turmush ishlari bo'ladi degandek nurg'un ishlar bo'ladi. Undan keyin o'zininki irodasiga boqmaydigan bir ishlar bo'ladi, boshqalar tarafidan, boshqalarning ta'siriga uchraydigan ishlar bo'ladi. Shunga bu odamlarningki mijoz, xarakteri,
sharoiti, iqtisodiy sharoiti yoki bo'lmasa zehniy quvvati, salomatligi, nurg'un omillar bu ishlarga, kishilarning tanlashiga ta'sir ko'rsatadi. Men degandek, iqtisodshunoslikda biz shu tanlashni tanlash muhim deymiz. Bu bizda bir gap bor. Tanlashing tadbiring qanday bo'lsa, taqdiring shunday bo'ladi deb. Demak, bu yerga tadbir tanlash masalasidan iboratcha. Shu shunday nima qilishni uqmaymiz deganlarga aytgan vaqtda odam ba'zida mashinaning motorini ba'zi bir kichik motorlarni bunda tatib o'taldiramizku. Tatib o'taldiramizku. Ha. Qog'i bilan do'st bo'lsang ishing po'q deb, ashuna bir gaplar bor. Nima desa, Yusuf Asajibning kitobida bor. Agar itlarga bo'lsa shir boshchi, barliq itlar bo'lur arslan. Agar arslonga bo'lsa it boshchi, barliq arslonlar bo'lur bir itman deydigan bir gap bor. Shunga o'ziga yaqin, aktiv energiyalik, ishimni yaxshi qilaman, o'zimning ishimni yaxshi qilmayman. Ma atrofimdagi aqrabolarningmi, do'st og'inlarningmi, bularning ishlarining yaxshi bo'lishiga yordam berman deydigan ruh bilan hayotga qaragan vaqtda, hayotni jonliq yashagan vaqtimizda yashaymiz. Chunki bizning hayotimizning cheki bor. Adam jiq bo'lsa shu 90 yoshgacha jiqlab ketib yashaydi. Yana bizda bir gaplar bor. Toshqandek yashag'icha yo'lbosdek yashadi. Bunda dabdil chiqib yo'lbosdek yashayman deb gungni tamlag'i ushat qilib bo'lmaydi. Biroq aqlni ishlatib o'zini ashunchalik o'ylay olgandan keyin, qarindoshlarimizni ashunday o'ylay olgandan keyin, men to'g'ri o'zimning ishini to'g'ri yaxshi boshlashni uqmaydi ekanman. Qanday boshlasam yaxshi bo'lar, nima ish qilsam yaxshi bo'lar deb o'ylashni bilganning o'zi eng yaxshi qadam. Bir ishlarni yaxshilashning avval eng birinchi qadami dal shu. Nima ish yaxshi bo'lmaydi? Qanday qilsam yaxshi bo'lar deb o'ylash. Ikkinchisi turmushda, hayotda qanday besim, qiyinchilik duch kelsin, odam cho'qim ro'yijatga sog'lomlikni asos o'rin qo'yish kerak. Buning uchun cho'qim o'zining topini izlab turish kerak. Men shunday naga bo'lsam, shu Uyg'urdan lag'minni izlayman, reallik bo'lsam. Masalan-da, Xolidanning naqshini anglab turman demakchi. O'zligimizni tanmay, o'zimizningki chanmay, o'zimizning odamlarga yaqin turib, işte bir hayat muhabbet bilan yaşasak, çoğum yaxshi bo'ldi ishlarimiz deb yaşasak, yaxshi bo'ladi. Buning bir jarayon ketadi. Bu savolni qo'yg'ichninki men yeshini men uqmayman. 20 yoshlikmi, 25 yoshlikmi, yosh bolalardan kelish mumkin bunday ishlar. Chunki mashina chaqlarda odam ba'zida zodi nima ish qilish to'g'ri bo'lganligi yoki nimani qilish yaxshi bo'lganligini bilmay qolgan bir ishlar bo'ladi. Qutuq tilayman. Rahmat. Yaşlarını ilhamlandırdığı bir şeiriniz vardı. Doğmuşlarda kütme ətəngni, karvan bulup uzat bugünni. Yaşlıq əməz toxtab qalğan su, yaşlıq tulpar çın tut yügənni. Muş isim kep qaldı. Yeni bir körünümüz mundaq depdi. Covid-19 krizisi bilen 2008 yıldaki yer şari pul muamili krizisini siliştirganda ikisinin fərqi və oxşaşlığı nima? Bu kriz kelgüsdə qandaq təsirlərini göstəriş mümkün? Chet ellik Uyg'urlarning krizga taqabul turish uchun qandaq tavsiyalarınız var deydi. Hozir men bir nima masalasi borchi? Bu savolga berilgan javobim hem o'xshashlik va ham o'xshamaslik bor. O'xshashlik bor degan vaqtda bu krizning oxirida aylanib, iqtisodiy krizga aylanib ketdi. O'rganlik nima desa, nurg'un odam ishdan qoldi, nurg'un odamning kirimi yo'q bo'ldi. Ammo buningki xarakteri jihatini aytgan vaqtda COVID-19 yoki vaboninki buningki ta'siri boshqacha. Yani bu o'ylab baxmagan tasodifiy mashina bo'lib ketdi. Bir odam xuddi mashina jugrab ketib olsa, biz keyin to'qmoqlar urib qo'ygandek bir ish bo'ldi. Mayli 2008-yildagi pul muomala krizisi bo'lsin. Yoki bo'lmasa COVID-19 vabo keltirib chiqqan kasallik bo'lsin, ishlar bo'lsin. Bularningki oxirida keltirdigani nima bo'ldi desa, konkretni odamlarningki boyligining yo'qolib ketishi, boyligining ozlab ketishi, turmushda azroq qalamqaychilikdan bo'lishini keltirib chiqadi. Bu ishlar. COVID-19 degan vabo bu amaliyotda bir sog'lomlik krizisining iqtisodiy krizga aylanib ketishi. Endi buning mush ishning yana ma'lum ijtimoiy masalani keltirib chiqishi. Hozir sizlar Amerikaning Seattle shahrida birsi avtonom rayon qurib oldi bir qism yoshlar, bir qism kishilar. Bu bir ijtimoiy siyosiy masala aylanib ketdi. Sabab nima desa, asli kelib chiqishi bir qartanlik kishiningki, oqsoqchininki qo'lida qazo qilish bilan bo'lgan ish. Xabarlarda qaragan vaqtda George Floyd degan bu kishi COVID-19 tufayli shu kasal bulab qoldi ekan bu odam. Shuning bilan bu
ishsiz qolibdi. Endi ishsiz qolgandan qanday oldi desam, chekkisi kelib ketibdi tamaka, sigara chekkisi kelib ketibdi. Shundan $20 saqt pul ishlatib qolgan gap. Endi mushunda bir COVID-19'ninki keltirgan ziyni mushunda. Endi bu biroz uzun mezgillik bo'ldi. Men o'tganda bir qonun dedim, Harvardning iqtisodshnos Ken Strogoff degan kishi dediki, iqtisodni asliga keltirish uchun 10 yillab vaqt ketdi. Deb ashuna deydi. Endi, avo qarinishimizning so'ragan savoliga krizisdan qutulish uchun nima ish qilishimiz kerak degan bir gap bor. Krizis sog'lomlik krizisimi? Sog'lomlik krizisidan qutulish uchunmi yoki mavo pulmoni kriz, mavo iqtisod krizisidan qutulish uchunmi? Agar sog'lomlik krizisidan qutulish uchun o'zimiz diqqat qilsak bo'ladi. Adamga qayerga borsak bo'ladi, maska qilib ketsak bo'ladi. Agar iqtisodiy kriz bo'lgan ish bo'lsa, uni hozirgi ahvolda yana adamlarga bir kun o'tsa bir kun shunday o'ylab turib, andan keyin azroq qo'lida bor odam bo'lsa, qanday tijoratlab fursatlar kelib chiqish mumkin deb o'ylash kerak. Men o'tganda Turkiyada shu vaban yamrab ketgan vaqtda maska qilsa olgan vaqtda maska yashsimi bo'ladi u bu deganda mana hozirgi xabarlardan qaragan vaqtda hozirgi xabarlardan qaragan vaqtda bu maskadan bahası iş xalqlar pul tapa olgandan keyin bu korxonachilik degan tijorat degan shu nimada foyda bo'lsa shuni qiluvchi. Nurg'un odam shuni kirib olgan uchun maska ishlab chiqargan ishchi qolib ketib, uning foydasi qolmagan gap, ba'zilar vayron bo'lib ketayotgan shunday ahvol bor. Shunga uning ustiga cho'ng davlatlar o'tirisida, Amerika bilan Xitoy o'tirisida bir surkishlar bor. Bu iqtisodiy jihatdan ish bo'lmayotdi, savdo jihatdan ish bo'lmayotdi. Bu dunyoning ta'minlash halqasiga mal bilan ta'minlash orqasiga ta'sir ko'rsatadi. Endi mushu bizga qanday fursatlarni keltirib chiqarish mumkin deganni buni biroz kuzatish kerak. Buni bir og'iz gaplarla degan bo'lmaydi. Ammo sagak yashaganimiz yaxshi. Nima desa ishlar o'tab bo'lgandan keyin hech ish qilmay turib, ishlar normal izg'i kelsa, izg'i tushib ketsa, undan haqlar shu fursatni tutib bir ishlarni yaxshi qilib pul tepib yo'qib ketsa, Apla, men aylık çağda cep ötküzüldüm dep kalgan puşamaydigan şu muson deyman. Amerikaning virusga taqabul turish uchun yurgizgan moliya siyosati qandoq deydi? Endi qayerdan so'ralingiz? Savol. Amerikaning virusga taqabul turish uchun yurgizgan moliya siyosatini deb bersangiz. Amerikaniki mundaq hamda. İqtisod pek tushib ketdi emasmi Amerikaning iqtisodi? Masalan, birinchi faslda milliy daromadningki ishi 5% tushib ketdi. Mushuna sharoitda bu nima deganda iqtisodda ikki kuch bor. Ta'minlash, talab. Nima? Talab qiluvchi, ta'minlovchi deydiganda ikki kuch bor. Va ikkili tarafni so'qdi. Ya'ni ta'minlovchilar qo'llam xato chiqqanki, talab qiluvchilar, masalan, tovar olamiz, mulozimat qilamiz, masalan, oshxonada tomoq yeymiz, kino ko'ramiz, çaç aldırmaz, kim kichik alamiz, o bu deydigan şey bu talab bo'ladi. Endi ani ta'minlaydiganlar kim bo'ldi desa, bu ta'minlaydiganlar satrach bo'ladi, kinoxonada kino qo'yg'ich bo'ladi, oshxona tomoq atgich bo'ladi, kutgich bo'ladi deydiganlar. Vabaning ishi bilan mana orliq jiroq bo'lish kerak, odamlar bir joyga to'plashmaslik kerak deydigan ishlarga bilan ba'zi oshxonalar dastlabda taqaldi. Kishilar hatto mashina edmay, mayning basi tushib ketdi. Talab tuvallab ketgandan keyin andan keyin haqlarda bir qism haqlarda ba'zi odamlar endi Amerikada shunday bir gap bor. I live paycheck to paycheck deb. Uyindan kirdi, uyindan chiqdi degan gap bu. Ya'ni aran kunlik sayriqtal kun o'tkazmaydi. Bunda odamlar xeyli bor. Bular shunday bir ishdan qolgandan keyin, masalan, bular oshxonada ishlaydi, satrashlik qiladi. Ya Uber deydi degandek. Bu shunday bu ish to'xtab qolgandan keyin bularningki kirib kelayotgan pul yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketgan qanday oldi? Pulimiz nima yig'ilmaydi, shu pulni asta shumib, iqtib hajlaydigan gap. Unda olgan chaqda tovar mulozimatga nisbatan bir zarba bo'ldi. Shunga talabmi biroz tuvallab ketdi. Shunga iqtisodda bu ishkili halqasiga shunday bir ta'sir ko'rsatdi. Uni uchun qanday qilamiz deganda bu iqtisodni yaxshi qilmay nurg'un odam ishsiz qolsa, bir iqtisodiy tragediyaga gap chiqmasin, bir insoniy tragediyami gap chiqdi. Har bir qatim ishsizlikni nisbatan ish ketgan vaqtda, har bir person ochgan vaqtda shu Amerikada emas, boshqa jamiyatlarda shu. Vasliq yoki bevosita holda bir ming odamning o'lishini keltirib chiqilgan gap. Ajrash nisbatan yuqori bo'lishini keltirib chiqilgan gap. Jinoyat nisbatan oshirib o'tilgan gap. Bu iqtisodiy masala, yoki ijtimoiy masala aylanib ketilgan gap. Shuni
Bu jamiyatda bir xil tashvishni, ansizlikni, ümidsizlikni paydo qilgan gap. Shu buni hukumatning funksiyasi nima desa, dal shunday ishlarning oldini olish, xalqqa umid berish, xalqning farovonligini yaxshi. Shunga ular har xil usullarni qo'ldan. Bu usullarning birisi ham ikki usul bor. Birisi pul siyosati, yana moliya siyosati. Ya'ni mana shu moliya siyosati deganimizda hukumatning kirimi bajdan keldi. Hukumatning kirimi bajdan keldi. Endi xalqdan bajni bu har xil baj, tijorat baji, kirim baji, u bu deymiz. Xalqdan bajni jiqilib olsa, xalqning qo'lida pul bo'lmasa, ishlamagandan keyin, bu bajmi hukumat kiradigan kirimmi ozib ketadi. Unda bo'lsa, xalqlarda, tijoratchilarda, korxonalarda ko'proq odam elish uchun, ish qilish uchun qanday qilish kerak deganda, ularning bejini kesish kerak. Tijorat bejini biz azaytimiz. Biz manda yordam qilamiz deb o'tganda 2 trillion dollarlik pulni iqtisodga soldi Amerika hukumati. Bu yo'l qo'ygan bir usul. Andan bu pul siyosatining moliya pul siyosatining qanday deganda o'sim nisbatini Markaziy bankka o'sim nisbatini to'van qilib 0% ga yaqin qilyapti-da 2022-yilgacha shuna bo'lmoqchi endi. O'sim nisbatini bak to'van qilib ketsa pulni besib chiqarib pul paxalliq kelib chiqadigan ish bor. Lekin hozir masala yerda nima desangiz, bu shu vaboning tufaylidan tijorat xili bir o'tda kichik tipdagi tijoratlarga yetib qoldi. Shu hukumat ularga yordam qilyapti. Ya'ni o'simsiz qarz beryapti, tuvan o'simli qarz beryapti, yoki ba'zilarga pulni bekor beryapti. 5,000 dollar, 10,000 dollar degandek. O kishilarning qo'liga pul kirgan ekan, nima ish qildi desa, o kishilar odamlarni oladi, xizmatga oladi-da. Shu iqtisodning Amerika iqtisodining yaxshi bo'lishiga nisbatan nashqil qarashlar va yana V shaklidagi asli keldi. Bu natayin ikkinchi faslda bu Amerika iqtisodi tuvalaydi bunda. Menimcha U shaklidagi asosda keladi shunday ham. U shaklidagi-chi. Shu hukumatning qo'llanayotgan tadbirlari ashu, undan yaqinda yana bir necha trillionlik, 3 trillionlik yana bir shunday bir iqtisodiy yordam qilamiz deyapti. Kirimi ma'lum chekdan tuvan bo'lgan oilalarga pul beramiz deyapti. Har bir odamga 1200 dollar. Yuqori kirim bog'liqqa bermaydi uni. Kirimi tuvan odamlarga berdi. Har holda beramiz, shu pullarni beramiz deyapti. O pullar kirgandan keyin, iqtisod kirgandan keyin xalqlar nima ish qildi desa, xalqlar uni hajlaydi. Masalan, bir necha kundan keyin biz bozorga chiqib, u yerga boramagandan keyin kechikchi nega bordik desangiz, Home Depot deydigan bir do'kon bor Amerikada. Shu yerga bordik. U yerda nima bo'lsa, gul, meva ko'chatlari, gul, u bu deydigan. Shu vaqtcha unda o'yin olgan gul terib ekanmiz. 3 kundan yo'q gul terib, shunday qilmaydi. Gul terdik. Demakchi ham shu yerga borsak, shu do'konda odamlar mig'miq. Odamlar shunday. Masalan, maskasi bor, lekin hammasi birini melyapti. Uy yasashib chiqibdi odamlar. Bag'varan yasashib chiqibdi-chi. Boshqa bozorlar kiyim-kechak sotadigan, odamlar to'plashib o'ltira qilishadigan, to'plashib boradigan bozorlar ular ichilib ketmadi-da. Demak, u bozorga kelgan odamlarning soniga qarab nima deysiz desangiz, xalqlarning pul hajisi katta, bularning yanchiqqa pul chiqibdi deb o'ylaysiz. Chunki ular bu pulni hajlasa, oyat ishlaydigan, masalan, oyat berib hajlasa, oyat ishlaydigan mal sotuvchilar yetishmagandan keyin do'kon odam olamiz deb chiqarib qo'yadi, deymizmi? Biz hozir do'konimizga odam olamiz, xizmat qilmas qiladi. Tijorat yaxshi bo'lgandan keyin ularning pay chekimashidi, andan keyin yangi odamlarni ish qiladi ular. Burun ishdan tushib ketgan odamlarni oladi. Ana ularning qo'liga pul kelgandan keyin nima ish qildi? Ularning qo'liga pul kirgandan keyin ular pulni hajlaydi, shuning bilan pulni topadi degan gap shu. Asosda normallik keladi ishlar. Osmondan yo'rilib tushmaydi bu ishlar bilan. To'g'ri. Aka, savollarimiz bitta kelib ketdi. Shunga vaqt munosabati bilan sal ixchamroq javob bersak bak yaxshi bo'ldi. Hozir Amerika bilan Xitoy o'rtasida munosabat jiddiy holatga o'tdi. Shundaqla Amerika hozir Xitoy o'quvchilari va akademiklarga nisbatan nurg'un cheklimlarni chiqardi. Shundaq sharoitda Amerikaning oliy maktablariga o'qish yoki xizmat qilish maqsadida viza iltimos qilayotgan yoki qilmoqchi bo'lgan Xitoy pasporti bor Uyg'urlar bu cheklimlarning ta'siriga uchramdi. Shundaq sharoitda viza iltimos qilishga nimalarga diqqat qilishimiz kerak deydi. Bu bundaq hamda Amerika Xitoyni bizning odamlarni avatib texnikamizni o'g'irlab ketdi yo
Bizimizni o'qilab ketdi deb shundoq deydi emasmi? Bularninki bir tizimligi bor deyman, chiqargan ma'lum maktablardan kelgan o'quvchilar biz o'qitmaymiz ham ishlardan kelgan ziyoratchilarni qaytarib o'tmaymiz deydigan gaplar bo'ldi. Men bir joyda quva ko'rganda bir qitimlar ko'rganda bu Xitoyning ozodlik armiyasi bilan bexatarlik tarmoqlari bilan chetishlik va maktablarning masalan bu Harbin texnika universitetimi xudoyim shunday harbiy injener bularni tarbiyalaydigan ashlardan keyin ashuna maktablarningki shu maktablarda o'qiydigan odamlarningki hamda mushalarda o'qishga nisbatan cheklanib qo'ydigan texnik sohasida o'qiydiganlar uchun cheklanib qo'ydigan shunaqa gaplar bo'ldi. Demak, masala nima desangiz, ikki davlat o'rtasidagi men shu munosabatninki yomonlashishiga ergashib, ayblashlarning kuchayishiga ergashib, bu ishlarni shu vizaga ta'sir ko'rsatdi. Avstraliya hukumati bilan Xitoyning o'rtasida mana shu azroq dardlash bo'lganda, Xitoylar qo'pab bu yerga bormanglar, Avstraliya degan irqchi davlat deb aybladi, o'quvchilarni bormadi aytdi. Ammo Amerika qo'pab Xitoy o'quvchilariga nisbatan viza cheklamasini sal kuchaytganda, Xitoy qo'pab bunday qilsangiz bo'lmaydi, bizning o'quvchilarimiz berish kerak deyapti. Yo'l qo'yish kerak, o'sha o'qishinglarga yo'l qo'yish kerak deyapti. Hamda bu Uyg'urlarning ahvoliga kelsak, birisi bu endi bizning kishilarimizda Xitoyning pasporti bo'lgandan keyin bular qayerda, qaysi davlatda, nerdan iltimos qildi, shuni qarash kerak. Boshqa davlatlardan iltimos qilsa, shundoq boshqa davlatlardan Xitoyning pasportlarini iltimos qilgan o'quvchilarning ba'zilari tasdiqlanib, ba'zilarini tasdiqlanmay qolgan. Endi bu kasbning nimaligi shu o'quvchining Amerikadagi oliy maktabdan o'qish mukofoti olgan, olmaganligi qatorliqlarga nisbatan aytgan vaqtda munosabatlik. Agar Amerikaning oliy maktabidan o'qish mukofoti olgan bo'lsa, o'quvchi qabul qilish bu shu o'quvchining vizilishining ehtimolini aytib cho'ngdi, chunki iqtisodiy jihatda yuqulab qolmaydi debchi. Agar iqtisodiy jihatda o'qish mukofoti olmasa, maktab biroz nim bo'lsa, qimmat bo'lsa, ular viza berishda biroz o'ynish mumkin. Ammo Uyg'urlarning hozirgi navbatdagi vaziyatini bitgan vaqtda yana boshqalarga nisbatan silishtirganda Uyg'ur o'quvchilarining viza ish ehtimoli cho'ngroq bo'lishi mumkin. Tushundim. Amerikada ishga o'rinlashish fursati qanday deydi? Iqtisodda demak bu yana iqtisodiy savol bo'ldi. Iqtisodda bozorlar necha xil bo'ldi? Tovarlar bozori bo'ladi. Tovarlar bozorida nima qismi savdogarlar shuni ta'minlashga tipirlaydi. Sabab nima desa, uni foyda chiqadi-da, haqli oladi-da. Shunga o'xshash yana emgak bozori bo'ldi. Emgak bozorida har qaysi gap meshada hamda qanday xizmatni tepish, qanchalik maosh bergan xizmatni tepish, qayerga xizmatni tepish, bu shu masalalarga berib taqiladi. Navbatdagi mening bir blogim bor, shu blogimda 10 yil burun George Washington universitetidagi emgak tadqiqot markazidan chiqargan bir e'lonni nima qilgandim men. Shuni bir yozib qo'ygandim, azroq o'zimning fikrimga qo'shib. Bu yerda shu xizmatlarning chiqishi shu xizmatlarga bo'lgan talabning bo'lishiga bog'liq. Agar shu xizmatlarga nisbatan talablar jiq bo'lsa, masalan, kompyuter uchur kasbiga nisbatan talablar jiq, inglizchani yaxshi bilsa, shu o'quvchilar ashundan o'ptanlam xizmat topa oladi. Pul ma'muli kasbida yaxshi o'qisa, yaxshi maktablarda o'qisa, uning nisbatan talab jiq. Lekin bu qitim bu boboning ta'siridan mush soatga bir qism kishilar ishdan qolib qolgan ahvol bo'ldi. Chunki faoliyatda pul ma'muli faoliyatlari aslab qolgandan keyin ular shu odamlarni bo'shatmasa, shirkat degan pul topadigan ish emasmi? Tannarxini kasb bo'lmaydi. Ammo yuzlanish nima degan vaqtda, yuzlanish shu yanalar tibbiy soha, injenerlik deganda mexanikal injenerlik, sanoat injenerligi, bu injenerliklar. Andan keyin mana shu doktorlarning bak yaxshi, doktorlarning yaxshi. Andan keyin dori kasblarninki, aning kasbiy xodimlarning deganda kasbiy mulozimat bilan ta'minlaydigan advokat deymiz. Albatta shu mishaning advokat bo'lish kerak bu. Advokatlar deymiz, buxgalterlik deymiz. Bularninki yaxshi, bularning ahvollari yaxshi. Shunga biz Amerikada ishsizlik ahvoli hozir qanday deganda hozirning o'zida yaxshi emas. Chunki vaboning ta'siridan. Lekin bunda yaxshi bo'lmay turavermaydi, yaxshi bo'ldi bu. Yaxshi bo'lgan vaqtda har qaysi sohalar odamlarni xizmatga qabul qilamiz deb hozirlar ular boshliq olibdi, odamlarni burun ishni qilgan odamlar xizmat izlaydi, kirdi degandekchi. Undan sayya sistemasida xizmat tepish fursatlari yaxshi,
sestra bo'lganlar, sonliq ma'lumot analiz qilganlar, statistika o'qiganlar, biostatistika, biologiyalik statistika o'qiganlar, shu tabiiy fanni o'qiganlar yaxshi. Andan keyin shu biokimiya o'qigan qarindoshlardan Amerikaning davomli dori shirkatlarida ishlayotganlarni men bilmay qilib, ularning ichida ishsiz qolganini, ish topolmaganini men ko'rmadim. Shu biokimiya o'qiganlarning ichida-chi. Bir körürümüz mundaq deb yozibdi. Qaysar Mejit aka nemishqa ancha yozmaydigan bo'lib oldingiz deydi. Abdulaziz Bashto'g'roq yozibdi, men ko'rib qoldim shuni. Bu endi ko'rishmiz, lekin tanishimiz. Ya yozyapman. Uyning ichidan chiqmay turib, nemishqa osmon yulduzi yo'q degandek ish bo'ldi. Chiqib osmon qarsangni ko'rsizlar. Qaysar akamizning YouTube kanalı var ki ben yakında keşif kıldım yani. Şundaq her haftadagidek eng yangi iqtisod munosabatdagi yoki dunyoning har xil ma'lumotlarini bizga sunib beryotdi. Ko'rurmanlarga shuni tavsiya qilmay YouTube kanalidan Qaysar akamizning yangi ma'lumotlarga erishadigidaksizlar. Sizce hozir dunyoda bir iqtisodiy krizis bormi? Agar bo'lsa, qanchalik og'ir darajada, qanchalik davom qiladiganligi to'g'risida so'zlab bersangiz deydi. iqtisodiy nazariyada biz iqtisodning chekinishi bilan iqtisodiy kirish deganga nisbatan boshqacha qaraymiz. Iqtisodiy chekinish degan vaqtda iqtisodiy chekinish 2 fasl, ya'ni 6 oy milliy daromadning ishi topgan pul, masalan, bunday aytgan zag'ir tilda aytsak, oshmay turib chekinib ketgan bo'lsa, bu 12-oygacha siz har bir faslda $100 topgan bo'lsangiz, bu yilning birinchi faslida 6% iqtisodni oshirmasangiz $106 tepishingiz kerak. Albatta, mol bahosi o'zgarmagan sharoit ostida. Agar pul baholab kelsa, 106 qo'yning qimmati, topgan 106 qo'y pulning qimmati burungi 100 qo'ydek $100 yetmaydi degan gap. Shunga ikkinchi faslda yana 6% oshdi desak, uni yana bir hisoblab, bu $113 ishga deb mandaq hisoblaymiz hamda-chi. Bu nimada? Hozirgi ahvolda shu vabo tufaylidan dunyoning umumyuzlik iqtisodida bir xil chekinish bo'ldi. Buni krizis desakmi bo'ladi. Chunki IMF'ninki, xalqaro pul fondi tashkilotininki bosh iqtisodshunosi bo'ladi, dunyoning iqtisodi chekinadi yo chekinmayotdi deb. Buning nisbatan hamda umumyuzlik dunyo e'tirofiga birlik kelgan mandaq bir yakun texnik chiqib bo'lmadi. Ammo hammasi bir narsani e'tirof qiladi. Nima desa, dunyoning iqtisodi mush tufaylidan chekinib ketdi deb. Krizis degan gapning o'zi bizning tilimizda nihoyatda yaxshi anglanmaydi. Iqtisod chekindi bilan krizisning anglishi ma'nojatdan berilgan hukmi nihoyatda ig'ir. Shunga hozir yana biz bir yerda odamlarning och qilib jinoyatlarning ortib mundaq ketganini bek anglamadik. Ayni vaqtda iqtisodiy bo'hron yuz bergan vaqtda Amerikada nurg'un odamlar shu o'zlarini o'ttirilib, nurg'un odam ishsiz qilib, qo'shiq to'ymay yashina bo'lib ketgan. Bunda ishlar yuz bermadi, ochchilik odamlar yuz berib ketmadi. Bo'lib ma'lum davrda hamma yerda dunyoning narida bir otning qili tavrisini hozir biladigan bir chaqlar olib ketgan vaqtda-chi. Shundoq. Uyg'urlar uchun Amerika, Kanada taraflarda qaysi kasblarni tavsiya qilasiz deydi. Bayam deb o'tib ketdan shundoq bo'lsa meni qisqagina bir deb bersangiz qayta. Men bizning o'sha savolni so'ragan qarindoshimizni aytdi, amaliyotchilikdan o'qigan vaqtda shunday oqilgan kasblarni o'qish kerak. Ot minalayman deblam ko'chaga chiqqan bilan ot minolmaydigan. Minalayim deb chiqqan bilan menda ot o'sildi-chi. Hozirgi yuzlanishni qaragan vaqtda men yanlam deyman, shu yangi yuzlanishlarni, yangi narsalarni o'rganish kerak. Shu uchur texnikasini, kompyuter texnikasini, andan keyin abay degandek bir kinishkalda ishni qilish kerak. Masalan, Amerikada ulab qolsa, Amerikada kinishga nimadan muhim? Ba'zida diplomdan muhim. Masalan, uyning tog'ini yasaydiganlar, par turbusini yasaydiganlar, yog'ochchilik qilganlarning kirma xeyli yaxshi. Masalan-da, ular 2 yillik texnik kasblarda kasb yo'nalgan yerda o'rganiblar. Bizda 72 yo'nal azliq qildi degan o'xshash. Shu yo'nalning birisi shu. O'rganiblar, mendan shunday pul tepishga kirishib ketdi-chi bular. Lekin sistemalik oliy ma'rifda 4 yil to'liq kursni o'qib, bunday qilganlar yoki magistrlik o'qiganlar kelgan vaqtda
Shu o'zininki kasbining alayligini chiqish qilib turib, qayerda shu kasb eng yaxshi. Masalan, tarix o'qimoqchi bo'lsa, Yale universitetining yoki bo'lmasa Harvardning tarix kasbini o'qisa, yoki siyosat o'qimoqchi bo'lsa, ashalda o'qisa, o'qish bitagandan keyin chatoq yo'q xizmat tepishlarda. Agar bir ommaviy maktabning, bir 3-qator turadigan ommaviy maktabningki siyosat falsafa kasbini o'qisa, xizmat tepish tas. Amerikaliklarning o'zim shu kasbni o'qiganlardan xizmat tepish tas. Men bir chaqda bir maqola xabar o'qigandim. Kaliforniyada bir bola 7 yil doktorlik o'qibdi, tarixdan, shu amerikalik bola-ku. Tarixdan 7 yil tarix o'qib ketdi, 7 yil. Ammo bir nimaga qilsa, uning unvoni cho'ng, unvoni yuqori, amgak qonuni bo'yicha muayyan maosh bermaydi. Uning u maoshni beradigan bir yerda chiqmay, shunday bir kasbiy maktablarda men dars o'tyapman deb ashuna bir xabar chiqibdi ekan. Shunga ba'zilarida masalan shunday siyosat, tarix o'qiganlar yaxshi maktablarnikini o'qisa, o'zining kasb tushsa, yana bu talab ta'minlash o'tirisiga gap bu. Shirkatlar maslahatchilikka o'g'onaga taklif qilish mumkin. Shuni kuzatish kerak, qarash kerak. Tushundim aka. Amerikada bilim oshirmoqchi bo'lsak yoki xizmat izlamoqchi bo'lsak, boshqa davlatlarning diplomlarini e'tirof qilamdi deydi. Albatta e'tirof qildi, bak e'tirof qildi. Mening diplomim Urumchi universitetining diplomi shuni e'tirof qildi demishadi. Mana shu bir necha qarindoshlarimiz vatda tibbiy universitetni bitagan. Shuning diplomini e'tirof qildi. Bayaq ular tibbiy maktabni qayta o'qib cho'midi. Mishaning doktorlik imtihonlik ikkinchikisini beriblar. O'tab doktorlab shu amerikaliklardan kelishmay ishlayotdi. E'tirof qildi albatta. Hozirgi yoshlardagi kasb ko'z qarashi nima uchun tuvanlab ketdi deydi. Hammasi tek aytgan vaqtda mishadagi masala, qimmat qarash masalasi shu. Nima desa, ko'z qarash masalasi shu. Voy palonchi Mamad axon shunda tirib, voy bir qirdan oshamadigi. Aqcham shunda tirib shu oshamagan yerda men qanday ochdim deb bundaq bir o'zini o'zi mag'lub qiladigan bundaq bir ish. Allah Taala hammadan o'zining rizqi bilan yaratgan deymiz. Ham shu rizqini tepishga ko'z ketadi, o'ylashga kalla ketadi, shundaymi? Shuna bu ilqi salbiy, passiv fikrlardan yiroq turib, salbiy, passiv fikrlardan yiroq turib, mana shunday qilqi yaxshi, aktiv, umidvor, olg'a intildigan, tirishsam ishimni yaxshi qilaman, o'zimning ishini yaxshi qilaman, emas, jamoatning ishini yaxshi qilaman deydigan menda bir ruh bilan yashaydigan odamlarning yanada tursa, ma'lumki bir chog'da bir nimani o'qigandim, bir xabarni o'qigandim. Bo'yi pakaroq odamlar, bo'yi egiz odamlar bilan bak jiqroq tursa, shularning bo'yi yusab qoldi ekan deb. Qanchalik rasmini o'qimadim. Shuning o'xshash, tijorat qilgan, pul topgan yoki tadqiqot bilan shug'ullangan odamlarning yanada tursa, shular bilan do'st bo'lsa, shuni yuqdi demoqchi. To'g'ri dedingiz. İstanbuldan Mevlan bunday ikki savol so'rabdi. Birinchi savolga doktorlik yoki doktor aşçılık o'qishning talablari qanday? Maktabning o'lchami muhimmi yoki professorning qarorimi? İltimos qilguvchining qaysi jihatda alohidligiga bakrak diqqat qildi? Masalan, imtihon natijasi yoki tadqiqot temasining qaysi bakrak muhim? Avval birinchisini so'rab turay. Yaxshi gap. Yaxshi savol. Bu endi birinchisi bular shu shaxsning iltimos qiluvchining kimlikka, nima kasbga, tarix degandimi yoki siyosat degandimi bir necha turlarga qaraydi endi buni. Shu dunyo tarixi deymiz, O'rta Osiyo tarixi deymiz, u bu deymiz endi. Shu vaqtning o'zida bu madaniyat, tarix, falsafa deydigan fanlarni, adabiyot deydigan bir fanlarni odatda hukumatningki yoki cho'ng bir fond jamiyatlarningki grant deb qo'yamiz, pul bilan ma'nozlicha buni. Chunki bu amaliy qo'llanilgan fanlar bo'lmagandan keyin. Shunga shu bu kasblarga, shu doktorlikqa yoki doktor oshlikqa kirgan vaqtda, doktor oshli bo'lish uchun uning mablag' bo'lishi kerak. Bu uchun o'shaning qonuni bo'yicha cho'qim bir muayyan so'mda pul doktor oshlarga maosh berish kerak. Kam deganda 40 necha ming dollarcha. Shu pulni anandikin salomatlik sug'urtasini olib berish kerak. Uning chiqimi bormi? Fringe benefits deb qo'ydi, qo'shimcha chiqimlar bormi? Shuni ko'tarish kerak. Shuni mablag' bo'lishi kerak. Endi bular shu sohada doktor oshni tarbiyalayman desa, shu tadqiqotchi
shu professor o'zi shu sohada shu mablag' bormi shu doktor ashtini qabul qilishga. Birasi ma'lum bir ishga qiziqib, masalan, Mong'oliyaning magnetiga qiziqaman desa, birasi shunga pul bergan bo'lsa, bir baylar yoki maktab ajratgan bo'lsa, tuyuqsiz Mong'oliyaning magnetini nima qilaman deb, yoki Uyg'urlarning ahvolini nima qilaman deb qilgan bo'lsa, ondan ashada bir o'rin chiqqan bo'lsa, bir necha kandidat boshqa iltimos qilsa, shu odatda uni maktab belgilamaydi, mablag'ni maktab chiqargan bilan konkretni o'quvchini qabul qilishni, yo doktorlikqa, yo doktorashlik qabul qilishni shu bir doktorlar komiteti bo'ldi, qabul qilgan, o'qish qabul qilgan bir komitet bo'ldi. Shu komitetga 3 odam belgilaydi buni. Ani buning ichida birisi shu 3 odam ba'zida shu o'quvchini qabul qilgan odam shu komitetning a'zosi yoki boshliq bo'ldi, yoki bo'lmaydi, ammo uning talablari bo'ldi. Talablari yana shu o'lchamlarga tushishi kerak, bujirish, ya'ni natijalar. Andan bu shu sohada bu o'quvchining kandidatniki o'lchamli jurnallarda e'lon qilgan maqollari ashular bo'lishi kerak. Shuna Amerikada doktorashlikni o'qiyman desa, cho'qim shularning tilida yaxshi bo'lishi kerak. Ular ijtimoiy fanlarniki, tabiiy ba'zi nimalar tajribalari nimdan chiqqan bilan, tajribaxonadan chiqqan bilan ijtimoiy fanninki maqolalarini yozish shunday balki sonliq ma'lumot analiz qilgan gap biroz vaqt tutadi, uningga muayyan xarajat ketadi. Ularga nisbatan tabiiy fanning turlariga qaraganda ijtimoiy fanning turlariga beradigan ajratgan mablag' toza chiq bo'lmaydi-ku. Lekin buni asosan belgilaydigan shu nima bo'ladi? Alqi shu asosan doktorlar komitetiga odamlar bo'ladi, maktab emas. Bo'ladi. Endi ikkinchi savolga o'taylik. Uyg'urlarning korxona va iqtisod boshqarish qobiliyatiga qanday qaraysiz? Kamchilik bo'lsa, qaysi tarafda kamchilik bor? Turkiyada nurg'un puli bor, lekin nima qilishni bilolmay qolgan kishilarga nimani tavsiya qilasiz deydi. Tavsiya desa, nurg'un tavsiyalarni qilyapman, lekin nima desa, 1000 tonna nazariyadan bir masqal amaliyot ortiq deydigan gap bor. Shunda savolning o'ziga kelsak, bizning Uyg'urlar O'rta Osiyo tarixida Ravrus insoniyat madaniyatiga to'p qo'shgan bir xalq. Riyosatchi yo'qolib ketdingizmi? Siz bormi yo'qmi? Ha. Men bor. O'zingizdan gapqilmay deyman-ku, yana bir saramot qo'ydimi, yozib chiqmisiz miyaga? Shuna nima desangiz, ayni vaqt Qarxonlar xonadonligida o'tganda Wall Street jurnalining nimasida bir yil burun bir maqola ko'rgandim. And Fisher degan bir odamning. Uyg'urlar zamonasida shu qadar madaniyatli bo'lganki, Samarqand u bu degan yerda Qarxonlar xonadonligininki shu zamonasida maxsus odam ajratib, o'ylang, 11-asr. 11-asrda sanoatli ish yo'q, yezigilik, naturallik. Shu chaqda Uyg'urlarning shu Sulolasi xonadonligi maxsus odam ajratib, madras, maktab, akademiya, hatto kutubxona, maxsus kutubxona nima qilgan odamlarga maosh berib ishlatib ekan. Shu chaqda-ku, 1000 yil burun ashuna qilib ekan. Bu bizningki ota-bobolarimizning ilm fangiga nimalarni erismanligini, ko'ngil bilganligini bildirdi. Shunga shu chaqda ikki buyuk adamimiz chiqqan, Yusuf Asajib bilan Mahmud Qashqari. Yusuf Asajibning o'ziga tushliq shu tijoratchilar to'g'risida so'zlagan so'zlari bor ekan. Demak, shu chaqda savdo gullangan. Ana ustiga biz Uyg'urlar bir xil Abdushukur Muhammad apandimning yozmalarida shu Ipak yo'liga qo'yilgan hikmatlar degan yozmalarda buni aytilgan. Zehnimizni yig'ib, ishonch bilan to'g'ri yo'l bilan mangsak, ijod qilish qobiliyatimiz bor, tijorat qobiliyatimiz ustun. Mushunda bir xalq. Zo'rdan Sabir rahmatlikning yozgan yozmalarida ayni vaqtda shu Ahtam Marapandimning yozmalarida shu 80-yillarda Guangzhou, Shanghai degan ashyolarda change money deb shu chetliklarning keyiniga Uyg'ur savdogarlar kelib, ulardan dollar sotib, shuna pul topadigan. Demak, shunday qilib jonliq bir millat, tilni bilmasmi? O'zi tegishli pulni bilib, rizqini tepib kelgan bir millat. Hozir dunyo o'zgarib ketdi, texnik shunda o'zgarib ketdi. Bizning ishlarimiz dunyo jamoatchiligiga ayon, ko'pchilikka ayon. Ammo bir xalq sifatida, bir shaxs sifatida, bir jamoat sifatida, ya'ni umidimizni yo'qotmay,
bir ishni qila olamiz desak, ko'proq bir aql odamlar bilan paranglashib, ish tutgan odamlar bilan, ish bilarmanlar bo'ladi, ish qilib boqqan odamlar bo'ladi, bir ishlarni o'qib boqqan odamlar bo'ladi, vaziyatlarga to'g'ri analiz qilgan odamlar bo'ladi. Bir tarafdan gapini anglamay, o'zimni kallasini ishlatib, nima qilib boqsa, tirishib boqsa, bir amaliy bir ishni qilib boqsa, men hargiz Uyg'urlarimizni bir ishni qilolmaydi deb o'ylamayman. Menimcha qila oladi, Xudoyim buyursa. Xudoyim buyursa. Xitoyning iqtisodiy qandoq bo'lib ketadi deydi. Xitoylarning iqtisodining qandoq bo'lib ketishi, Xitoylarning hozir yo'l qo'yayotgan siyosatini qanchalik davomlashtirishiga birinchisi. Amerika bilan bo'lgan iqtisodini, Amerika bilan bo'lgan munosabatini qandoq bo'lishiga, 11-oyda Amerikaga kimning prezident bo'lishiga, u yangi bo'lgan prezidentning yoki hozirgi qandoq siyosat yurgizishga shunday bir necha omillarga bog'liq. Ammo hozirgi ahvollardan qaragan vaqtda savdo urushi boshlangandan keyin Xitoydagi ba'zi multinational corporations deb qo'yamiz, chet eldagi ba'zi shirkatlar emgak tannarxi tuvan bo'lgan, nisbatan cheklanishga qo'ya olmaydigan, texnikani o'g'irlab ketmaydigan ba'zi davlatlarga yo'tkilib turgan. Endi vabo chiqqandan keyin bu ishni texnik biroz ig'irlashtiryapti. Hozir hamda bu ishlarning qanday bo'lishiga tegi-tagini ilib aytgan vaqtda ikki davlat o'rtasidagi munosabatning qanday bo'lishiga biroz bog'liqlab qoldi. Lekin burunqidek 2000-yillarninki oldingi 10 yildagidek gullangan vaziyat hamda kamas ketdi desak bo'ladi. Tushundim. Amerikada pay bozoriga qandoq kiramiz? Qanchalik mablag' bo'lsa bo'ladi? Naq oltin savdosini to'g'ri qandoq qila olamiz? Qaysi paylarni tavsiya qilasiz? Oltin savdosi uchun maxsus hisob etishimiz shartmi? Qatorliq bir qator savollar. Amerikada bu savol so'rovchi qarindishimizning naning puhrasi o'qimaydigan, agar bu Amerikaning pay bozori eshitilgan bir bozor, pay bozori. Agar Amerikada bo'lsa, nurg'un nimalar bor, banklarda, masalan, Amerikada Bank of America degan hisob ochgan bo'lsa, chunki bu odamlar kirim qiladi, pul topadi, hajlaydi. Shunday hech kim bu yerda g'avan tutib yemaydi. Shunga shu nimalarningki, masalan, Bank of America'ningki tashabbus qilgan bir nima, Merrill Lynch deydigan o'zining bir hisoboti bor. Shundan nima setib olaman, shu pay setib olaman desa bo'ladi, lekin ular nima qiladi? Ba'zi narsalarni surishtirdi. Sizga mayada ijtimoiy kartochkangiz bormi? Mishaniki qonunli adamimisiz degandekchi, yoki pasportingizni chiqaring deb undaq qildi. U jarayonni aytdi. Murakkab emas. Robin Marvin Merrill Lynch degan nima shuni ishlatib ozroq paylab u yoq setib qilib boqqan. Uningda har bir qitim tijorat bo'lgan vaqtda ozroq haq oladi ekan. Ammo men bir qarindishimizga bir narsani tavsiya qilay. Robinhood deydigan bir narsa bor. Robinhood deydigan bir app bor. Shuni tushirib, shuniga kirib tizimlatib, shular talab qilgan materiallarni avasa, masalan, pasportni u bo'lar. Shular tasdiqlagandan keyin undan ashni ola oladi. Oltin ilish masalasiga kelsak, men o'zim shu oltinni ilib qilib boqmagandan keyin u to'g'risida men aldirab bir maslahat bermay, o'zim qilib boqmagan ishni-chi. O'zgarishlik bozor va bozor degan vaqtda ilm berimning o'zining usullari bormi? Mana iznib birini deyish kerak. Men uni qilib boqmagandan u to'g'risida javob bermay. Tarqaq mablag'ning nurg'unlagan yoki shaxslarning bir yerga yig'ib, cho'ngroq tur yoki savdolarni ro'yobga chiqara oladigan shaxs yoki turlar bormi? Nimishqa Amerikadagilar bu tarafga kuchab boqmaysizlar deydi. Nima desa qilay desa ishchiq, lekin men yerda bunday masala bor. Bir ish fursatdan narxi deydigan bir hukm bormi? Ixtisoshunoslikcha fursatdan narxi. Yana bizningki zehnimiz, vaqtimiz, boyligimiz cheklik. Biz ishni qilsak, ishdan quruq qoldigan ish chiqadi. Buni hisoblaydigan gap. Shaxsan men bunda selishtirim qilmay. Agar men ishni qilsam, buning xatiri qanchalik, akildigan foydasi qanchalik? Agar men bu ishni qilmay, men hozir qilayotgan ishni qilsam, buning foydasi qanchalik deb menda o'ylayman-chi. Shunga bu yerda men shaxs sifatida deydigan yerim bu degan masalalarga
biz o'zimizningki ortiqchiligidan foydalanib ish qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Masalan, oshxona ichib, biz bor rayonlardami bir ishlarni yaxshi qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Uyg'urlarning tamoq madaniyatini tanishtirib, boshqalarga tanishtirib qilayotgan ishimiz bor. Ammo avval cho'ng bir zavod quraman, bir nima qilaman, deydigan ish bo'lsa, uningga kapital ketadi, nurg'un pul ketadi. Andan shu ishni qilish jarayonida bu odam boshqa ishni qo'yib qilish kerak va parma qurganlarmi bo'lgan. Parma qurganlarning ovozini men anglamadim. 5-3 yil mang'uzgandek qilgan. Qilib baxmada emas, urinib baqqanlar bor. Andan keyin ba'zilarning bir ikkisidan maslahatchi shirkatni qurdi deb maslahatchi shirkat qurganligini men angladim. Chunki bu nima korxonchilik yoki bo'lmasa ig'lik tiklash hamda xatirvoy ish emasmi? Xalqlar o'zininki mal mulkini, vaqtini, zehnini, hatto salomatligini, turmushdagi xotirjamligini hammani to'g'ri tikib ish qiladigan gap. Agar shu ishni yaxshi qila olsa, shu ro'naqda bo'ladi. Shu ishni yaxshi qilolmay qolib qolsa, yiqayotgan suvga o'zining nimalarni yeyotganini chechayotgandek bunday ish bo'lib qoldi. Shu haqlar ham shunday o'ylaydi, lekin ma jamiyatda Amerikada bu bak materialistik bir jamiyat, materialistik odamlar pulga, mol dunyoga, u buni bak diqqat qiladigan. Shuning bilan birlikda bu ochiq bir qonun jamiyati. Bu yerda kimning tijorat ideyasi bo'lsa, kimning ilg'itlash qobiliyati bo'lsa, shu uzib chiqadigan ish. Ya'ni qanday desangiz, shu Amerikadagi shu dunyo dangliq shirkatlarningki ko'pinchisi, xil bir qismida Hindistonliklar pushtin bo'lgan, shularning boshlig'i, masalan, Google'ning shu mudiriyat boshlig'i shu Hindistonliklar pushtin. Bu nima shunday bo'ldi ekan, bunda qarab baqsan, bular kichikdilar, g'arbcha ma'rif bilan inglizchani ona tilida qilib o'qitib, shunday qilgan. Kanal ustiga ularningki adamjiq hamda raqobatmanjiq bo'ladi. Shunga fan texnika o'bujatda qattiq tirkashmasi oldiga chiqolmagan ekan, hammadan normal odam kunini yaxshi qilib deb tirishadigan bo'lganlikdan Japonning ichida tavlinib chiqib, ba'zilar favqulodda shunaqa o'tkir shunaqa chiqib qoladi ekan. Bizning ahvolimizda biz masalan men Ilbeysoqam keldik, o'shaning turmush odatiga ko'nib, ishlarni bilib, ishimizni ta'tini 10 daqiqacha biroz vaqt ketdi, ishimiz maya ketib qoldi. Ammo bizning o'zimizning o'ylaganlarini, bilganlarimizni hozircha ancha-muncha deb turishga boshladik hamda. Har qanday bir gulningmi, daraxtningmi o'zining o'sadigan bir munbat tuproq bo'ladi ekan. Shunga o'xshash ilhom bo'lsin, bir ish qilamiz, bu yerlarda bir ish qilamiz, qilmaymiz degan narsadan voz kechmadik, ham yoshimiz bir yerga ketmadi, yosh odamlar qo'ydi, yosh qilib biz. Nafas etib turgan har bir sog'lom turgan har bir kunning o'zi yoshlikning belgisi shu. Shunga shu Turkiyadagidek, boshqa yerdagidek, Qozog'istondagidek emgak kuchlari azon, aholining saposi yuqori rayonlardagi qarindoshlarimiz nima qilsa, mahsulot bu ishlarni qilsa, dunyoning boshqa yerlaridagi qarindoshlarimiz, masalan, Angliyada, Kanadada, Amerikada qarindoshlarimiz shularning mahsulotlarini dunyoda bozor ichish, bunga yordamlashsa bo'ladi. Ish degan hamkorlik emasmi? Ish umumlikda, kuch birlikda, ish umumlikda deydi. Bu korxonchilikqa ham shunday narsa ketadi. Odam kuchi, texnika, odam kuchi deganda shunaqa texnikani biladigan, pul muomalani biladigan, bozor ichishni biladigan, mahsulotlar aylashni biladigan, andan keyin mablag' bu muhim. Andan keyin jamiyatning aylanish mexanizmini biladigan, shunday bir odamlarning tark tepishi bilan bir ish qilsa, menimcha bularni qiladi. Ammo men yana deydiganim, bizning shu Amerikada yashayotgan yosh bo'g'inlarimizdan bular hozirgi 10 yoshlik odam, ya'ni 10 yildan keyin bular yetilgan yosh yigit bo'ladi. Alaqabulatlarning she'ridagi turmabmidi, turingi 6 yoshlik tursin, mana bugun aylanib qiran yigit bo'ldi degan misraga o'xshash. Shunaqa naqshamda, shunaqa misraga to'g'ri deyman. Bugungi yoshlarimiz shunday sizlarning sistem Uyg'ur sistem ro'yi bilan shunday tarbiyalansa, ulardan texnika, patent ola oladigan, anikin mahsulot ijod qila oladigan shunaqa kishilarimiz chiqsa, Uyg'ur kapitalistlar, Uyg'urlarning puli va odamlar bilan birlashsa, niyatni pok qilsa, texnika, aql, kapital bu birlashsa, andan keyin bir jamiyatni olgan, davlatni olgan, rayonni olgan, dunyoga yuzlangan shirkatlarni maydonga keltirib bo'ladi. Inshaalloh. Uning ehtimolligini chak qaqmayman, qayg'il bo'lmaydi demayman.
Uyg'urlarning o'z turayotgan davlatda qilayotgan tijoratini Amerikada yoki Yevropada kengaymoqchi bo'lsa, qaysi bosqichlarni besib o'tadi? Diqqat qiladigan nuqtalar va xattiri ham afzalligi qatorliqlar haqida so'zlab bergan bo'lsangiz deydi. Savolingizni yana bir daha diqqatimga O'zi turayotgan davlat qilayotgan tijoratini Amerikada yoki Yevropada kengaytmoqchi bo'lsa, qaysi bosqichlarni besib o'tadi? Diqqat qiladigan nuqtalar, xattiri va afzalligi haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Ya bu savolga men bunda tekshirib, kuzatib, bir fikr versem bo'ladi, lekin bir narsa shu narsa aniqki, iqtisodda biz butun iqtisodiy faoliyatlarni hammasi nima desangiz, tovar ishlab chiqaradi, mahsulotlarni ta'minlaydimi iqtisodiy faoliyatlarda. Shu bizni birinchi kasb, ikkinchi kasb, uchinchi kasb deymiz. Uchinchi kasb deganimiz mana shunday qilib maslahatchilik qilish, kasal bo'lsa davolash, maktablarda o'qitish, bank mulozimat ishlari degandek shunday uchinchi kasb. Ammo shularning hammasi birinchi kasbning taraqqiyoti bilan bo'ladi. Birinchi kasb deganimiz tabiatni bevosita aloqalash orqali, yer bilan aloqalash orqali, qo'y beqish, boqmachilik qilish, beliq tutish, anandan keyin qand qizish deganlarning hammasi birinchi kasb. Ikkinchi kasb deganimiz birinchi kasb paydo bo'lgan mahsulotlarni olib ishlab chiqarib, yeni san'at, ig'ir san'at deb nima qilib qo'yamiz buni. Anandan keyin uni boshqalarga setish. Andın bu pul asıl bo'lgandan keyin ikkinchi turkumda paydo bo'lgan mahsulotni setib foyda ko'rgan odam buni olib haqqi bankga qo'yib, boshqalarga pul qarz bersa, bu uchinchi kasb bo'ladi. Endi bu shuni biz iqtisodiy faoliyatlarning har bir halqasida o'zimiz turayotgan jamiyatlarda shuni kuzatishimiz kerak. Kuzatishimiz kerak degan vaqtda, masalan, Turkiyada qo'pab bir xil yağlıq ishlab chiqaraman deydigan bo'lsa, bu yağlıq ishlab chiqaraman deydigan bir zavod, hamda to'qimchilik fabrikasi bo'lgan bo'ladi-da, rahim jihatdan kelib shu yağlıq ishlab chiqaraman deydigan bir zavod bo'lgan bo'lsa, ashuni qilgan odamlar qanchalik? Qaysi shirkatlar iqtisodda Handerfeld indeks deydigan bir ko'rsatkich bor. Nima desa, yağlıq sotadigan bozordagi umumiy yağlıqlarning ichida to'p har xil odamlar zavodlar ishlab chiqarib sotadi shuni. Eng 4 shirkat qancha qismini, qancha prosentini egallaydi? Ko'p qismini egallamdi, az qismini egallamdi debchi. Anandan keyin men bu yağlıq ishlab chiqarib pay ko'rman desam, bu yağlıqning rangini qanday qilishim kerak, nimasini tanlarni qanday qilishim kerak deganni xam material ishlatgan odam, texnika, loyiha degan shunday narsalar belgilaydimda buni. Lekin shu yağlıq bozoriga kiraman desa, birinchisi shu yağlıqni bilan ta'minlaydigan zavodlarningki yoki shirkatlarningki sonini buni bilish kerak. İkincisi o'zi bozor shu mahsulotni bozorga solgan vaqtda uning qiladigan xiris, bahodan, xomashyo bilan ta'minlaydigan odamlardan mana o'shunday narsalarni shunday o'ylash kerak. Demakchi o'g'lim, shu iqtisodning hamma halqasida, har bir halqasida nurg'un fursatlar bor. Shu odam, shu savolni qo'ygan odam, men o'zimning o'yicha qaysini fursat bor deb o'ylab beqish kerak. Chunki bu ish qilib baqqan, amli ish qilib beqib, pul tepib baqqan odamlarning ko'zi, kasbchanligi bizdek jo'zning ustida askar o'tkab baqqan sarkarlardan ustun bo'ladi. Bu amaliyotni aytib muhim, amaliyot ham uchun ustoz. Bilim tajriba bilan keldi degan bir gap bor. Shunga konkretni shu ahvolga qarab beqish kerak, ammo odam bir narsa aniqki, insonlar bo'ladi ekan, u yeydi, kiydi, ichidi. İnsanlık 20 yaşlik bir qiz bola Zilingo deydigan bir shirkatni qurib, mana siz deganga o'xshash Qiat, yana unicorn deydigan bir shirkatni, qiymati 1 trillionga yaraydigan bir shirkatni quribdi bir nechasi birlashib. Nima desa, aylanib berib Taylandga berib qopti. Tayland bo'lsa bir yerda ko'chada shundaychiq narsalarni sotadi ekan. Shu yerga kelgan odamlar oladi ekan, kelmaganlar ko'rmaydi, bilmaydi-da. Shunday bu insonlarning ko'pinchisi shu tor texnikasidan foydalanib ish qilaydiganlar. Buni kelib maslahatlashib, shularning sening mahsulotingni biz setib beramiz deb butun mahsulotni qo'ygan gap. Shunda Amazon.com, Amazon dastlabda kitob setish bilan ish boshlagan o'xshash. O'ylamagan yerdan mana dunyoning hamma yeridan odamlar to'r bor, ta'minlash, qatnash transport hammasi hozir qulaylashib ketgan bo'lgandan keyin bularningki shirkati necha yildan ishlab 1 trillion dollarlik shirkatga aylanib ketgan. Bizning Uyg'urlar ishni qilamamdi desa, ya o'ylagan, ya o'ylamagan. Lekin bu ishni qilay desa, texnik jihatdan maslahat beradigan, texnik jihatdan qo'llaydigan, xalqaro bozorni ochilib, manda qilaydi deydigan bir odam bo'lmay qolgan gap. Shunga bu pul olib naga ya bino qilib qo'ygan, mehmonxona qilib qo'ygan, shuni ijaraga bergan,
yoki bo'lmasa oshxona ochgan, yoki bo'lmasa kichik ko'lamdagi zavodlarni qurgan. Albatta bu hech chiqmagandan qilgan. Pulni aylantirib turgan yaxshi. Bankka pul qo'ygandan shunday aylantirib, aqlmlik aylantirib, shunday aylantirgan yaxshi. Shuna bu ishlarda har qaysi nimani bozorni yaxshi kuzatish kerakda. Masalan, o'zim nerda turyapman? Men satmoqchi bo'lgan malni oldigan odamlar kim o? Madaniyat jihatdan, e'tiqod jihatdan, kirim jihatdan bular qanday afzallik bor? Turkiyada turganlar shu O'rta Osiyo bozorlarini ochsa qo'lamdi. Yoki bo'lmasa Malayziya, Indoneziya qatorliq shunday musulmonlarning soni ko'p Indoneziyada yo'q. Bu shularga satsa qo'lamdi. Shunday ayni aytdagi yog'liqlarni, satsak qandadan satamiz. Yoki ulardan yog'liq bo'lsa, ular yo'q bu yog'liqni satsaqlamdi degandek ishlarni amaliy ahvolga qarab o'ylab urinib baqsa bo'ladi. Avval darhol pulni ishlatib o'tmay, bir necha odam bilan maslahatlashib, shuni analiz qilib, shu davlatni ko'rib qiysi bo'ladi. Shuni hech deganda hozirgi zamonda doktorlar kasalni bilish uchun har xil saymonlarga soldi emasmi? Biroq tabiblar tomoni tutib bildiganmi? Xaynam sizningki nimangiz ajizlab qolibdi, yuribingiz asli qolibdi, quvvatli yang, qo'yib ashmaqon deb bunda maslahat beradi tabiblar burun. Shunga o'xshash iqtisodningmi, turayotgan yeringmi, shu tomirni tutib turish kerak. Iqtisodiy sog'lomlikni bilish kerak. Tushundim. Amerikada yuqori texnikalik milliy hunar san'at şirketi qurmoqchi. Buningga qanday qaraysiz deydi. Amaliyotda ashunday bir bo'shliq bor deb qarayman mencha. Nimishqa desa, Amerika ko'p xil e'tiqodga, ko'p xil rangiga, har xil odamlar kelib yashab ketadigan birga. Va kim yangi narsalarni qilsa, yangi narsalarni yozsa, bunga nisbatan ularda bir xil qiziqish bo'ladi-ku. Buni bir madaniyat bozori desak, madaniyat bozori deb qarayman, hunar san'at shirkati qurishni uchun. Menimcha bundan bir bo'shliq bor. Hunar san'atlar bo'lib qolmaydi. Ba'zidan Uyg'urlarning muqomlarini akilib, sozlarni chelib, mandaq qilsa, sistemlashtirib, kasbiy xodimlarimizni taklif qilib mandaq ishni qilsa, keyin asta-asta mablag' bilan bo'ldi bu ishlar. Ashuna bir bo'shliq bor. Endi uning bo'shliq bor deyishim, mumkinlik bor deyishim, bir qilib boqmagan uni. Men o'zim qilib boqmagan, lekin mening kuzatishimcha, bu amerikaliklar biroz bir narsalarga nima qildigan haqchi, bu qiziqib boqadigan haqchi. Men bir chaqda endi ba'zi odamning ko'nglimi deb qo'ydi. Va u yangi maktabga kirgan vaqtda bir chaqda potlaq deydigan bir politlar, odamlar tamoq kelinglar deb fakultetda bir ish bo'ldi. Shunda men qo'limda ishim kelmaydi ekan, polatim deb sho'yla qilib olpasamma, haqli ko'rib hammani yeb ketdi, o'xshabdi deb bayron qilganda men biz pul berib yadismi yemayman, tamoq yeb ketgan nima desa, bu o'xshamagan narsaga ma'vo deb. Shuna bular biroz nima bo'ladi ekan, bir xil qiziqdi ekan. Ashdan bir bo'shliq bormi shu ma qarindishimiz obdan solimiz orada. Tushundim. Aka, uzunluğun yoki anglamagan maqol tamsillaringiz, undan keyin obrazlik ifodalaringiz bilan bu 1,5 soatlik programmada kulki hech yuzimdan eksik bo'lmadi. Tor savdosining kelgusidagi taraqqiyoti va chet ellik Uyg'urlarga nisbatan tor dukkani etishning fursati va xatarlari qaysilar? Bu jihatda qanday sharoitlarni hozirlash kerak deydi. Bu eng oxirgi savolimiz. Rahmat oldindan ko'pchilikning amaylarga savol qo'ygan ko'pchilikning hammasiga rahmat, chiqargan vaqtinglarga rahmat. Men shunday fikr qilgan odam, men hammanglarni o'z ko'raman, endi singildirim, qarindoshlarim deb shunga gapni erkin qildim. Men o'zim formalizmga 3 birisi anda qildi, ochig'im keldi. Shuni deb qo'yay. Shu ochiq qo'rqib so'zlaydigan odamman. Ba'zi gaplarni balkim sal o'say ketgan bo'lishi mumkin, uni kechirasiz inson bo'lgandan keyin. Ammo savolga rahmat. Oxirgi savolga javob beray. Shu to'g'ri savdosining kelgusidagi taraqqiyoti yaxshi. Biz buni sal keyinda qoldik. To'g'ri savdosining taraqqiyoti bu yaxshi. Shu o'zimizning afzalligidan paylash kerak. Yana deydigani, masalan, qaysi tilni bilamiz. Bizda diniy e'tiqod tushunchalari xeyli yaxshi. Arabcha bildigan qarindoshlarimiz bor, turkcha bildigan qarindoshlarimiz bor, Malayziyada o'qigan qarindoshlarimiz bor, doktorinalarimiz bor degandekcha. Anin ashularda bu savdo degan nima? Savdoda siz yo'q narsani boshqalar bilmagan narsani opirib, ya'ni menda bir klassik ixtisoslasini qarashi bor. Ta'minlash ehtiyojni qo'zg'aydi deb. Men yog'liqni satsam olamdi demay, shuni bir qilib beqish kerak.
elishi mumkin. Hatta şu Amerika'da Müslüman karxanchilar var. Bir çağda men bir 2 yilning oldida bir qora tanlik bir musulmon qiz bolaning shunda pul tepib ketganini ko'rgandim. Nima bu maxsus shu musulmon ayol qizlar kiydigan bir xil bundaq bir kiyimlar shuni sotadi ekan. Shu o'tir sharq sotadi ekan. Shunday uchun. Bu albatta hozirgi kunda burun tijoratni nima desa do'konlarga berib, haq ko'rib, tutib unda oladi emasmi? Hozir hamda ko'pincha narsa texnik o'zgartiryapti hamda. Shu to'g'ri yuzinib ketdi. Shunga buning fursatlari bor. Xatir bormi desa, albatta, bizning bir gapimiz bor-ku. To'y bo'lgan yerda, nima bo'lgan yerda qazo va degan bir gap bor-da, darhol bir yanchqimdan chiqib ketgan. Nima? Men ahmoq o'xshayman. Balayada qazo va odamda ish qilib boshdan bir gaplarim bor. Shunga o'xshash, fursat bor yerda, uning xatiri bor. Qarqanchilikning o'zi xatarga to'lib boshqan ish. Bu to'rdukunning ichida qanday xatarliklar bo'lishi mumkin desa, mening qiyoslarimda, mening o'ylarimda, birinchisi siz to'g'riga muayyan mallarni sotaman deb chiqardingiz. Shundan chiqargandan keyin shu malning qanday chiqqan sotdingiz aqidi deganda, sizni meningizni yaxshi ko'rib oldigan odamni jiq olgan vaqtda aqidi. Bu siz kishilar sizning meningizni yaxshi ko'rib elish uchun qanday qilish kerak deganda, haq ishlatib baqqan bo'lish kerak. Qanoat topgan bo'lish kerak. Shunga birinchi ish haq shunda pulni to'lagandan keyin siz shuni vaqtida yetkazib bersangiz bo'ladi. Sifatga yetkazib bersangiz bo'ladi. Meningiz buzilib ketmasligi kerak. Ananiki bir yo'qolib ketmasligi kerak. Shunga uzun yo'lliq mallarni to'shgan vaqtda azroq sug'urta qo'yadigan bir ish var. Qo'shimcha bir chiqimlar biroz ko'payib ketadi. Yani ikkinchisi aldamchilik masalasi bo'lamdi, bo'lmamdi masalasi bor-ku. Aldamchilik masalan, tor orqali pul to'lash. Onu bir kavga vermeyen keyin o pul ilish kerak. O pulni qanday olgan? O pulni olgan vaqtda uning qanchalik transaction fee, pul to'lagan vaqtda bir qism vaqtni tutib qolgan bir ishlar bor. Banklar tutib qolgan ish bor. Bütün tannaliklarni hisoblab, anandan keyin bahoni hisoblab qilib berish kerak. Meningcha men ishni kichik boshlab, puxta qilib, undan zo'rayish tarafdori. Chunki siz ishni kichik qilgan vaqtda yo'lni xato qilib qolsangiz tuzatalaysiz. Bo'lmasa yo'g'onga ishlasangiz Titanic o'xshashlar dengizga shunday salqandan keyin o'rilmaydi deb pokda bir nimaga to'g'ri gap qolsa, muzga to'g'ri gap qolsa, shu gaplarga ish chiqadi. Shuni ishni kichik boshlab, undan cho'ngaysa yaxshi bo'ldi deyman, lekin to'g'ri do'konlarga ashunama ko'pchilik o'ylash baxsoldi deb qarayman. Demak, taraqqiyotni yuqori. Haqiqatan ajoyib ko'ngillik bir suhbat bo'ldi. Ishni manla emas, ekran oldidagi barliq ko'ruvchilarning hammasi hayajon bilan bu sizning obrazli gaplaringizni angladi deb o'ylayman. Oldi bilan sizga haqiqatan ko'p rahmat aka, shu vaqtingizni chiqarib bizning savollarimizga javob berib, astoydil bir shaklda hammamizning yuzi kulgiga etib, o'sha ko'ngillik bir suhbatimizga dahil bo'lib berdingiz. Sizga ko'p rahmat, tiningizga salomatlik, ishlaringiz utuq tilayman. Rahmat va tashakkur meningdan sizlarga. Vaqt ajratganlarga rahmat, savol so'rganlarga rahmat. Umidvor, xushal, inoq, mehribon, baland yashab ketinglar. Alloh hammaga inshaalloh. Bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi, hurmatli ko'ruvchilar. Aktiv qatnashib berganliklaringiz uchun sizlarga ko'p rahmat aytamiz. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Rahmat amasa. Salom. Sizga Endi ma'u nimadan chiqsam bo'ldi? Birdam tursangiz, suhbat hozir